Assalomu alaykum. Hammamizga xayrli kech, xayrli onlar, xayrli onsizlik. Uyg'onganlar, ongli hayotga o'tgan, uyg'ongan ayollar, o'zini hayotiga javobgarlik olgan nurlilar, qanaqasiz? Bugun siz bilan etapma-etap juda qiyin deb hisoblagan bir paytlar savollaringizni o'zimizni yuragimizga ulanib, qalbimizga ulanib, ichki kuchimizga ulanib, ularni yengilbozon sevgiga to'yintirib hal qilgan holatda shu yergacha yetib keldik. Va o'zingiz ko'rishni boshladingiz. Aslida hayotda nimanidir o'zgartirish, nimanidir hal qilish bu qadar qiyin emas ekan. Shunchaki siz o'zingizga qaytsangiz, yuragingizga ulansangiz, qalbingizga ulansangiz, o'zingiz bo'lib yashashni tan olsangiz, har bitta savol avtomatik yechilib ketar ekan. Buni har bitta marafonni boshlang'ich darslaridan boshlab qatnashib kelayotgan va o'zini ustida ishlab, hayotidagi vaziyatlarni o'zgartirayotgan har bitta qismimiz ko'rishdi, guvohi bo'lishdi. Tak, assalomu alaykum, salomatmisiz? Albatta. Tak, assalomu alaykum, sizga ham xayrli oqshom, go'zalim, aha. Ancha ochildik, ancha yuraklarimiz ochilgan, ancha bir-birimizga sevgi ulashishga tayyor holatga yetib kelibmiz. Saxiylik bilan buni shunda ko'ryapmanki, efir yoqishimiz bilan darslarga vaqtida kira olishingiz, o'zingiz anglashlaringiz bo'lishingiz orqali, natijalaringizni bo'lish orqali ochilganingizni his qilyapman. Sababi har bitta inson yuragi ochilganda, o'ziga nimadir berishni o'rgangandan keyin atrofga nimadir berishga ochila oladi. Atrofga bera olyapsiz, ya'ni bu sizni chatda yozgan anglashingiz, natijangizni bo'lishingiz bu butun mana shu yerda 200 dan ortiq ishtirokchini yana bir anglashga turtki bo'ladi. Ularda anglash ochilib ketishiga sabab bo'ladi va siz o'zingiz orqali mana shu guruhda boshqalarni rivojlanishiga juda katta hissa qo'shganingizni anglatadi. Xo'p, bugun yakuniy darsimiz. Bugun ham ajoyib darslar bor bizda, ajoyib mavzular bor. Farzandlar bo'yicha gaplashamiz, ular bilan ilohiy munosabat, asliyatdagi munosabat haqida gaplashamiz. Bundan tashqari savollarga javob beraman, munosabatda kimda qanday holat va kim yechim topolmayapti bilan ko'rib chiqamiz. Va bugun siyosiy qo'rquvlarga kirgan va global bo'layotgan o'zgarishlarni mohiyatini anglashni istovchilar uchun bular haqida chuqur ongli suhbat olib boramiz. Va meni taklifim hozir sizga birinchi energetik praktikadan boshlaylik. Sababi biz mavzuni chuqur gaplashganimizdan keyin hamma charchab qolyapti, hammaga uyqu tortyapti-da va praktikani qabul qilishga ozgina qiynalib qolyapsiz. Energetik ish bajarish bu juda katta samarali ish. Biz mavzuni gaplashganimizdan tashqari energetik praktika bajarganimizda jarayonimiz, natijamiz yana ham tezlashib ketadi, lekin oxiriga qolganligi sababli ko'pchilik charchagan, ko'pchilik qabul qilish qiyinlashgan. Mana shunaqa holatda qabul qilishga qiynalib qolyapti. Shuning uchun bugun energetik praktikadan boshlaymiz, keyin ajoyib bir-biridan qiziq bo'lgan mavzularni birgalikda ishlab yana ham kengayamiz. Bu hammaga ma'qulmi? Ma'qul bo'lsa o'zingizni energiyangizni bo'lishing. Sertichkalar yuborishingiz mumkin, qabul qilishga tayyorligingizni bildiruvchi plus yuborishingiz mumkin, tayyormiz deb yozishingiz mumkin. Bu anglatadi energiya praktikani oxirigacha o'zingizga qabul qilishga tayyorligingizni va bu orqali o'tkazib beriladigan to'lqinni ongingizga ochishga tayyorligingizni bildiradi va bu praktikani natijasiga yaxshi ta'sir qiladi. Xo'p. Tak, ma'qul. Halima Rayhon, Saida xonim, salom, ma'qul. Tashakkur ochiqligingizga. Bunaqada biz boshlaymiz. Har doimgidek o'zingizni bo'sh qo'ying. Butunlay o'zingizni berib boring menga. Ochib berilinsin. Har birimizga sevgi maydoni, nur maydoni. Biz har doim initiatsiyalar davomida maydon ochish bilan ishni boshlaymiz. Va maydon ochilishini so'raymiz har doim. Maydon bu ong o'lchami degani. Ong o'lchami bu shu o'lcham, shu ma'lum bir o'zini tartib qoidalariga ega bo'lgan, qonunlariga, o'zini to'lqiniga va o'zini ma'lum bitta ssenariylariga ega bo'lgan mavjudlik.
va biz qaysi o'lchamda bo'lsak, o'sha o'lcham ssenariylar asosida yashaymiz har doim. Va bu xuddi biz ma'lum bir davlat yoki davlatda uni ichki qonun qoidalariga bo'ysunib yashayotganimiz kabi. O'sha maydon, biz aytayotgan maydonlar yoki ong o'lchamlari o'zini ma'lum bitta chastotalariga ko'ra turli ko'rinishda bo'ladi. Agar siz jabrlanuvchi ong o'lchamida bo'lsangiz, sizni hamma jabrlaydi u yerda. Hamma sizni sotadi, hamma sizga xiyonat qiladi. Hamma sizga qarshidek tuyuladi, hech kim sizni qo'llamaydi. Nega? Chunki siz o'sha o'lchamda turibsiz va siz turgan maydonda hayot shunaqa. Biz butunlay marafon davomida siz bilan yangi maydon ochdik. Bizga kerakli bo'lgan, biz erkak va ayol garmoniyada yashash mumkin bo'lgan maydonni ochdik. Shu o'lchamlarga o'tdik. Har bitta dars davomida o'tish hosil qildik. Biz erkak bilan raqobat va u bilan kurash mavjud bo'lgan o'lchamlarni birin-ketin tark etdik. Maydon qanday ochiladi? Faqat tanlov bilan. Siz qaysi ongda yashashni, qaysi maydonda yashashni tanlov qilsangiz, shu maydon sizga ochiladi va shu maydon hayoti, shu maydon ssenariylari sizda boshlanadi. Shunga ko'ra, ya'ni siz ochgan maydon, sizga ochilgan maydonga ko'ra siz boshqa inson va turmush o'rtog'ingiz ham butunlay boshqa insonga aylanadi. Mana ko'rdingiz, 5 kunlik marafon davomida butunlay boshqa insonga aylandingiz. Va turmush o'rtog'ingiz va butun atrofingizdagilar boshqa insonga aylanib ketdi. Siz maydon o'zgarsa, ong o'lchami o'zgarsa, hayot butunlay o'zgarishini, hatto atrofingizdagi insonlar ham butunlay boshqa insonga aylanib qolishini guvohi bo'ldingiz. Hatto siz hech qachon o'zgarmaydi, butun umr o'zgarmaydi deb o'ylagan insonlaringiz endi umuman boshqa. Sababi siz boshqa hayot eshigini ochdingiz. Siz tanlov qildingiz va o'tdingiz butunlay boshqa hayot o'lchamiga. Va shunga ko'ra siz endi aniq bilasiz, xarakter yo'q narsa. Yaxshi inson yo'q, yomon inson yo'q, xasis inson yo'q, saxiy inson yo'q yoki xiyonatkor inson yo'q. Ular shunday insonlar emas aslida. Shunchaki biz o'sha o'lchamda yashadik, o'sha o'lchamga tushdik va o'sha o'lcham hayoti atrofimizdagi insonlar orqali namoyon bo'ldi. Demak, xarakter yo'q bo'lsa, insonlar yaxshi yomonga bo'linmasa, ularga nom qo'yib bo'lmasa, ular xasis, xudbin insonlar deb bo'lmasa ularni, demak, sizga ham nom qo'yib bo'lmaydi. Demak, siz ham ma'lum bitta kategoriyaga kiradigan inson emassiz. Siz shu paytgacha qaysi tajribalarni yashagan bo'lsangiz, o'zingizni shu tajribalar yig'indisida tor nomlab qo'ygan edingiz. Bugun siz uchun mutlaqo yangi maydon ochamiz. Siz shu paytgacha sizga nima o'rgatilingan bo'lsa, shu narsadan iborat mavjudlikman deb o'ylagansiz o'zingizni. Va ayol sifatida asl xilqatingizni butunlay unutib, faqat singdirilishlar va yashalgan tajribalar yig'indisidangina iborat bo'lib qolgan edingiz. Eslang. Sizga nimalar singdirilgan? Qiz bola kulmaydi. Qiz bola yuzini yerga qaratish kerak. Erkaklarga tik qarama. Hatto otangga ham. Erkaklarga qarash mumkin emas. Yopiq kiying. Hech qachon ayolligingdan, tashqi ko'rinishingdan, go'zalligingdan, nafosatingdan quvonma. Chiroy bu vaqtincha berilgan. Chiroy ortida manmanlikka berilma. Hislaringni yashir, bekit, kulma. Kulgan ayollar bu yomon ayol. Nimalar deyishgan yana eslang. Eslang sizga aytilgan har bitta gaplarni. Ayol har doim erini tutib qolish kerak. Agar eringga yaxshi gapirmasang, u ketib qoladi. Erkakni yo'qotib qo'ymasligi uchun o'zingga qara, yaxshi kiyin, tashqi ko'rinishingga qara. Erkak har onda seni tashlab ketishi mumkin. Qarang, qaysi hislardan keyin siz qo'rquvda qolib ketgansiz. Har doim tashlab ketilishingiz mumkin bo'lgan insondek his qilgansiz o'zingizni. Nimalar aytilgan, nimalar o'rgatilingan? Agar sen saranjon, sarishta ayol bo'lmasak, ering seni sevmaydi. Sen uyda faqat tartibni saqlashing kerak, tozalikka qarashing kerak, yaxshi ovqat tayyorlashing kerak. Bo'lmasa seni kelin qilishmaydi. Erkaklarning hammasi yolg'onchi, erkaklar xiyonatkor. Erkaklar ayolning qadriga yetmaydi. Erkaklar qadrlashni bilmaydi. Ularga ishonma. Qarang, qaysi gaplardan keyin butunlay erkaklarni o'zingizga raqobatdosh va dushman deb his qilish boshlagansiz. Hammasini eslang. Yana nimalar aytilgan? Ayol turmushdan ajrashgandan keyin u bo'ldi, buzilgan, xuddi upakovkadan chiqarilgan mahsulotdek, uni sifati tushgan. Ayol agar boshqa erkakni sevib qolgan bo'lsa, bu turmush qurguniga qadar yuz bergan bo'lsa, demak u endi yomon qiz, yomon ayol va u endi turmush o'rtog'i tomonidan qadrlanmasligi kerak. Har doim yuziga solinish kerak. Qarang, bunday tor bo'lgan, umuman sizni haqiqatingizga, asl ichki mohiyatizga, ichki kengligingizga, hayotdagi o'rningizga uyg'un bo'lmagan, hayotdagi buyuk missiyangizga uyg'un bo'lmagan tor doiradagi qanday so'zlarni eshitgansiz? Qaysi tajribalarni yashadingiz? Xiyonat ko'rdingiz, xiyonat qildingiz. Kimdir
sizni og'ritdi, siz kimnidir og'ritdingiz. Qiyin vaziyatlarda yechim topa olmadingiz. Xohlamagan narsalaringizni qilishga majbur bo'ldingiz. Va keyin o'zingizni aybladingiz. Kir deb o'ylagan, hech qachon qilmayman deb o'ylagan harakatlaringizni qilishga majbur bo'ldingiz. Va endi qarang, qaysi yashalgan tajribadan keyin o'zingizga munosabatingiz butunlay yomonlashdi. Qarang, qaysi tajribadan keyin o'zingizni kir degan nom qo'ydingiz o'zingizga. Endi ayol sifatida sevilishga haqqing yo'q, tanlanishga haqqing yo'q, izzatlanishga haqqing yo'q, yaxshi hayotda yashashga haqqing yo'q. Erkak kishi senga nimadir qilib berishiga haqqing yo'q. Borliqdan, atrofdan, erkaklardan, farzandlardan, butun dunyodan sevgi qabul qilishga haqqing yo'q. Hatto sen endi inson sifatida hurmat qilinishga haqqing yo'q. Men seni endi inson sifatida, ayol sifatida hurmat qilmayman. Sen men uchun kir ayolga aylanding. Sen men uchun xudbin ayolga aylanding. Sen men uchun xiyonatkor ayolga aylanding. Qarang, o'zingizga qanaqa xulosa qo'ygansiz? Qanaqa qarorga kelgansiz? Endi seni sevmayman. Va atrofdan sevilishingga ham ruxsat bermayman. Sen noloyiqsan yaxshi hayotga. Sevgi bor bo'lgan, sevgi mavjud bo'lgan, baxt mavjud bo'lgan hayotda yashashga noloyiqsan. Qanaqa qarorga kelgansiz? Endi qarang, butun o'tgan yo'lingizga. O'sha sizni yoqtirmagan, siz qilishni istamagan, siz xohlamagan, lekin bajarishga majbur bo'lgan, yashab o'tishga majbur bo'lgan tajribalaringizga. Qarang, o'sha paytdagi siz yashab, o'sha tajribani yashayotgan holatingizga boring, ko'ring uni, kuzating. Va o'sha paytda sizda yo'l bormidi shu ishni qilmaslikka, shu tajribani yashamaslikka? Chora bormidi? Albatta, chora yo'q edi. Siz boshqa yo'l ko'ra olmagansiz va majbur bo'ldingiz bu tajribani yashashga. Chunki ong o'sha maydonda edi. Xiyonat maydonida, yolg'on mavjud bo'lgan maydonda, alam, g'azab maydonida. Va u maydonda yechim yo'q. U maydonda faqat shu harakatlarnigina qilishni iloji bor. Siz qachonki maydon o'zgartirsangiz, ongingizda, keyin yangi hayot ssenariylari boshlanadi. Siz sevgi maydoniga o'tsangiz, keyingina g'azab, alam, nafrat, xiyonat, kimnidir jabrlanish ssenariylarini tashlab keta olasiz. Chunki sevgi maydonida, hamma sevgida, erkinlikda, u yerda yechimlar bor va yechimlar sevgiga uyg'un. Nafrat maydonida, g'azab, alam, o'ch olish maydonida yechimlar faqat shu doiradagina bo'la oladi. Shunday ekan, siz maydon almashtirsangiz, butunlay hayotingiz o'zgaradi. Siz o'sha boshqa maydondagi tajribani yashagan inson bo'lmay qolasiz va siz butkul boshqa insonga aylanasiz. Chunki bu sizni ishingiz va sizni harakatlaringiz emas edi. Bu shunchaki o'sha tajribalarni yashaganingiz, bu siz emas, bu o'sha maydonni ssenariylari edi. Shunday ekan, endi savol bering o'zingizga. O'zingizni kir yoki xiyonatkor yoki xudbin inson deb atashga haqqingiz bormi? Sevilishga haqqi yo'q bo'lgan inson deb atashga haqqingiz bormi? Yo'q, albatta. Chunki bu maydon ssenariysi, bu tajribalar va bu yechimlarni o'sha siz kir deb nomlagan, siz kir deb nom bergan tajribalarni yashagan. Bu siz emas. Bu o'sha ong maydoni edi. O'sha ong o'lchamidagi hayot tarzi shunday edi. Bu xuddi shunga o'xshaydi. Siz AQSh davlatida yashadingiz, Amerikada yashadingiz va u yerning qonun qoidalari boshqa. Siz u yerda yashaganingizda, u yerning qonun qoidasiga amal qilishga majbursiz. Siz agar O'zbekistonda yashasangiz, bu yerda qonun qoidalar boshqa va siz majbursiz bu davlatning qonun qoidalariga bo'ysunishga. Va endi ayting o'zingizga, men emas, u tajribalarni yashagan. Va u tajribadan keyin o'zimga qo'ygan nomlarim. Bu men emas, bu men haqimdagi faktlarni anglatmaydi. Men shunchaki o'sha ong o'lchamida tajriba oluvchi mehmon edim. Xuddi bir davlatga mehmon bo'lib kelgan inson kabi. Har birimizning asliyatimiz esa butunlay toza, sof, faqat sevgidan iborat. Bu shunchaki o'zingizni oqlash emas. Bu tajribani yashagan inson men emas deyish, bu o'zingizni oqlash emas. Bu shunchaki asliyatingizni tan olish. Asliyatingiz qanchalik buyukligini, qanchalik pok, qanchalik sof, sevgidan iborat ekanligini tan olish. Bizni vazifamiz turli ong o'lchamlarida tajriba olib ko'rish va eng yuqori sevgidan iborat bo'lgan tajribalar mavjud bo'lgan maydonlarga tez-tez o'tish sodir qilish. Va qolgan tajriba maydonlari sizni kimligingizni belgilay olmaydi. Ular shunchaki tabiat qonunlari. U o'lchamlarda hayot shunday bo'lishi kerak. Xuddi Amerika qonunlari boshqa davlat qonunlariga mutlaqo to'g'ri kelmagani kabi yoki O'zbekiston qonun qoidalari boshqa mamlakat qonun qoidalariga to'g'ri kelmagan kabi. Va bu xuddi shunday narsa. Siz qaysi davlatda yashadingiz? Bu sizni qanday insonligingizni anglatmaydi. Shunchaki qonun qoidaga bo'ysundingiz.
Va biz aytayotgan narsa mutlaqo mamlakatlar o'rtasidagi sizni ko'chishingiz emas, bu ongdagi ko'chish. Bu ongda bir maydondan boshqa maydonga o'tish haqida gap ketyapti. Tushunishga harakat qiling, shunchaki his qiling. Demak, hamma tajribadan keyin o'zingizga qo'ygan nomlaringiz bugun butkul tozalanadi. Butkul yakunlaymiz bu nomlarni. Har doimgidek ko'zingiz ochiq holatda butun diqqatingiz menda. Menda va men o'tkazib berayotgan to'lqinni his qilishda. Biz hozir siz bilan Merkaba nomli ong kemasini yordamga chaqiramiz. Men bilan birga takrorlang. Sevgi Merkabasi, och yuragingni. Meni ol bag'ringga. Va menga eslat, meni asliyatimni. Men tayyorman asl xilqatim va kengligimni nimalardan iborat ekanligini. Meni tozala. Men to'ydim. Men to'yindim. Inson ongi muammolaridan, kurashdan, sevilmaslik o'yinlarida o'ynashdan, tashlab ketilish qo'rquvida yugurgilashdan. Men to'ydim, hatto eng yaqin insonlarim bilan. Farzandlarim, oilam, ota-onam, turmush o'rtog'im bilan ichki kurashda, jangda yashashdan, ularni seva olmaslikdan, ularni barbod qilishdan, ularga yuragimni ocha olmaslikdan. Hatto eng yaqin insonim bo'lgan, o'zimga bo'lgan sevgini yo'qligidan, o'zimni to'xtovsiz jazolashdan, to'xtovsiz barbod qilishdan, o'zimga bo'lgan nafratdan to'ydim. Men butunlay tayyorman bu o'lchamlarni tark etishga va butunlay sevgi mavjud bo'lgan o'lchamga o'tishga, baxt mavjud bo'lgan, serobgarlik mavjud bo'lgan o'lchamga o'tishga tayyorman. Meni tozala, jamiki ayol sifatida o'zimga qo'ygan kir nomlardan, o'zimga ishonchsizlik, o'zimdan nafrat, o'zimni kechirmaslik, bunga oid har bitta tajribalarni tozala, erit, yuv. Merkaba, och meni, asliyatimga xos bo'lgan bilimlarimni. Meni asliyatimga, men haqimdagi hamma bilimlar, hamma hislar mavjud. Meni asliyatimda, men buni bilaman. Men hozirgi vaziyatimga yechim beruvchi, hozirgi vaziyatimni hal qiluvchi bilimlar mavjud. Men hozir hal qila olmayotgan savollarimni hammasini hal qilib bo'lgan o'lchamimga meni olib o't. Meni asliyatimda bu bilimlar bor. Meni asliyatimni hozir munosabatdagi vaziyatlarimni qanday hal qilgan bo'lardi meni asliyatim? U qanday o'ylagan, qanday qaror qabul qilgan bo'lardi? Tayyorman asliyatimga xos bo'lgan qarorlarni qabul qilishga. Uni bilimi bor, uni bilimi yetarli. Asliyatim hozirgi savollarimni hal qilib bera oladi. Men tayyorman uni yechimlarini eshitishga, qabul qilishga va u bu savolni yechib bergan o'lchamga men o'tish hosil qilishga. Merkaba, erit, tozala ongimdan, tanamdan, mendagi hamma ayollikni rad etuvchi qarorlarni, ayolligimni rad etgan o'y-xayollar, hislar, ayolligimni rad etgan tajribalarni. Men o'rnimga o'g'il farzand kutishganda men qasam ichganligim, men bitta o'g'ildan zo'r bo'la olaman, men bitta erkakdan kuchliroq bo'la olaman deb ichgan qasamlarimni, ayol sifatidagi rolimni yopib qo'yib butunlay erkak bo'lib yashashga ichgan har bitta qasamlarimni, har bitta qarorlarimni erit, tozala. Merkaba, och. Shu ong o'lchamlarini och menga. Ayolni yerdagi muqaddas vazifasi nima? Ayol yerga qaysi xizmatlari orqali o'z energiya va sevgisini berish kerak? Men ayol sifatida yerga, bu planetaga, munosabatlarga, oila va turmush o'rtog'imga qanday vazifa bajarishim kerak? Hamma asliyatimga xos bo'lgan vazifani och. Men tayyorman. Menga singdirilingan ayol faqat oshxona, uy ishlari, farzand tug'ishdangina iborat deb singdirilingan sarobiy singdirishlardan olib chiq meni. Men charchadim bu torlikda. Asl berishim kerak bo'lgan vazifani och menga ko'rsat. Men tayyorman bunga o'tishga. Genimda och bu bilimlarni menga ko'rsat, eslat. Asl hislar orqali, asl ayol sifatidagi missiyamga javob beruvchi hamma o'ylarni, xayollarni och. Hayotim butunlay asliyatimga uyg'unlashtirilsin. Meni kunim, hayot tarzim butunlay menga va meni ruhimga uyg'un bo'lmagan vazifalardan ozod etilinsin. Menga uyg'un bo'lmagan insonlardan tozalansin. Meni faqat asliyatimga uyg'un bo'lgan hayot tarzi bilan uyg'unlashtir. Men tayyorman, men tushundim. Men asliyatimga uyg'un bo'lmagan har biri meni og'rityapti. Har biri meni charchatyapti. Menga og'riq, charchoq hislarni beryapti. Men kurashdan, asliyatimni eshitmasdan kurashib yashashdan charchadim. Men tayyorman. Ruhimga nima uyg'un bo'lsa shu hayotga o'tishga. Har bitta vaziyatda sevgini ko'rishga. Ruhimga uyg'un sevgi dunyolariga o'tishga. Bu o'lchamlarda yashashga tayyorman. Biz hozir hech kimdan hech narsa so'ramayapmiz yoki hech kimga sig'inmayapmiz. Shunchaki Merkabaga buyruq beryapmiz. Chunki bizda tanlov imkoniyati bor. Chunki hayotimiz egasi biz va uni javobgari biz. Bu yaratuvchidan bizga berilgan eng katta in'om. Merkaba, tozala meni qo'rquvlardan, tashlab ketilish, sevilmaslik, rad etilish, yolg'iz qolish qo'rquvlaridan. Qo'rquvda meniki bo'lmagan joylardan keta olmaslik, qalbimga uyg'un bo'lmagan qarorlarni qabul qilish, o'zimga qarshi yashash. Bu ong o'lchamlaridan, bu dasturlardan tozala, och ongimda shu maydonlarni men butunlay o'zimga, yaratuvchiga ishongan holatda
qalbimga, yuragimga ulanib ketgan holatda, hayotga ishongan holda, har doim menga xayrlisi berilishiga ishongan holatda qaror qabul qilishimga, har doim yaratuvchi men bilan ekanligini tan olgan holatda, men har doim ruhimga uyg'un inson ekanligimni, ruhimga uyg'un inson menga uchrashini tan olgan holatda, bunga ishongan holatda qarorlar qabul qilishimga olib kel meni. Har bitta qarorlarim yaratuvchiga bo'lgan ilohiy ishonchdan qabul qilinsin. Och, bu o'lchamlarni och menda, ongimda va eri tozala mendan. Meni hamma o'zimga qo'ygan nomlarimdan. Men ayol sifatida xunukman, men to'lachaman, men ozg'in emas, ozg'inman. O'zimga faqat tashqi ko'rinish va tana sifatida qarashim va tana sifatida baho berish dasturlaridan butunlay tozala. O'zimga qo'ygan har bitta nomdan men noloyiqman, men aybdorman, men yaxshi ayol emasman, men yaxshi ona emasman, men yaxshi farzand emasman. Men aybdorman, men gunohkorman, men jahldorman. Men xushchaqchaq emasman, men og'ir bosiq insonman. Men boshqalarga shirin so'z ayta olmayman. Men hech qachon saxiylik qila olmayman. Men kambag'al ongdaman. Men diydasi qattiq insonman, men ko'ngli bo'sh insonman. Men boshqalarga achinishda o'zimga zarar beruvchi qarorlarni ham qabul qilib qo'yaman. Nima bor o'zimga qarshi va o'zimni toraytiruvchi, o'zimga qo'yib tashlagan nomlar? Yana qaysilari bor? O'zing bularni ko'r va tozala. Hamma o'zimga qo'ygan nomlardan meni yuv, ongimni tozala. Nimaiki asliyatimga xos bo'lmasa, qayerda o'zimni majburlab yashayotgan bo'lsam, bunga oid hamma xarakteristikalarni yuv, tozala. Och qalbimda, ongimda meni asl ayollik tabiatimni, xilqatimni, o'zimga bo'lgan shartsiz munosabat, shartsiz sevgini uyg'ot. Men eslagim kelyapti. Nima u o'ziga bo'lgan shartsiz sevgi? Ayol sifatida o'ziga erkinlik berish, o'zini sevish, o'zini tan olish, o'zini borliqdagi o'rnini tan olish, mukammalligini, takrorlanmas o'z vazifasini, o'z o'rnini his qilish nima u? Men his qilgim kelyapti borligimni, o'rnimni, muhimligimni, buyukligimni. Men tan olgim kelyapti har bitta erkak oldida va o'z turmush o'rtog'im oldida buyuk xizmatimni, takrorlanmas o'rnimni his qilgim kelyapti. Ona sifatida farzandlarimga bergan va berayotgan buyuk missiyamni tan olgim kelyapti. Men tan olgim kelyapti ota-onam oldidagi o'zimni takrorlanmas buyuk o'rnimni, muhimligimni, borligimni. Menga his qildir, uyg'ot. Eslat meni, asl tabiatim qanday? Qanday xilqatga ega u? U qanday hislar bilan yashaydi? U ba'zan kulgan, ba'zan yig'lagan holda, ba'zan erkin, ba'zan ishonchda. U hech kimga tobe emas. U xuddi ona tabiat kabi turli tus oladigan va o'tkir bo'lgan. Asl tabiatimni och. O'zimga bo'lgan ishonchni uyg'ot. Men o'zimga qaytishni va o'zimni sevishni eslagim kelyapti. Ichimda o'zimga to'la bo'lishni uyg'otgim kelyapti. Men charchadim atrofdan sevgi qidirishdan. O'z ichki sevgimni uyg'otib, buni butun borliqqa ulashgim kelyapti. Hech kimga bog'liq bo'lmagan holda. Hammaga yetadigan, butun borlig'imga, butun dunyolarimga yetadigan sevgini ichimda uyg'otgan holda uni ulashishga tayyorman. Uyg'ot, och menda buni. Endi qarang. Sevgi maydonida asl tabiatingiz uyg'ongan o'zingiz namoyon bo'lyapti. Uni ko'ring. Taxminiy tasavvur bilan uni tasavvur qiling. Bu sizni inson sifatidagi tanadan iborat bo'lgan mavjudligingiz emas, u asliyatingiz. Balki umuman bir avatar ko'rinishda ko'rinar, balki qandaydir ma'buda ko'rinishda. Farqi yo'q. Muhimi siz bitta obrazni ko'rsangiz bo'ldi. Endi ko'ring, uni tabiati qanday. Uni chegaralab bo'lmas o'ziga bo'lgan ishonchini, ichidagi sevgisini ko'ring. Atrofga bo'lgan sevgisini, atrofga ichidagi sevgini ulashayotganligini ko'ring. U hech kimga qulay bo'lishni o'ylamayapti. Uni hamma atrofda borligicha sevishyapti. Qarang unga, u borligicha bor. Borligicha nur va sevgidan iborat. U borligicha namoyon bo'lyapti. O'zini ramkaga solmasdan. Ko'ring, asl tabiatingiz qaysi obrazda? Va siz shu tanada, shu inson tanasida uni yoniga boring va u bilan birlashing, ishonch bilan. U sizni sizga uyg'un bo'lgan hayot tarziga olib o'tuvchi eng ilohiy qismingiz. Unga ishonch bildiring, unga sevgi bildiring. Buyuk sevgingiz bilan u bilan birlashing. Bugundan boshlab siz o'zingizni tanlay boshlaysiz. Bugundan boshlab boshqalarga qulay bo'la olmaysiz. Bugundan boshlab siz sevgiga, nurga aylandingiz. O'zingizga bo'lgan sevgi yetarli, ichki sevgingiz uyg'ongan holatda. Va sizni ko'rgan inson sevmasligini iloji yo'q. Chunki nurga to'lasiz, sevgiga to'lasiz. Va siz bir onna o'zida har bitta insonni, har bitta mavjudlikni seva olasiz. Chunki bu sevgi, bu shartsizlik ichingizda uyg'ongan. Va bir onna o'zida sizga zarar berishlariga ham ruxsat bera olmaysiz. O'zingizdagi muqaddas yaratuvchini, ma'budani
Javobgari o'zingizsiz. Chunki sizda ichingizda o'zingizga ulangan ayol uyg'ondi. O'z ichki sevgisiga ulangan ayol, ongli ayol. Har birimizni tabriklayman. Siz loyiqsiz. Bunday yuqori ongli hayot tarziga, yuqori ongli mavjudligingiz bilan bir butunlikda yashashga. Chunki yetarli tajribani yashadingiz va bu etapga, bu ong o'lchamiga yetib keldingiz. Tabriklayman sizni. Siz uyg'ondingiz va ulg'aydingiz. O'zingizni yangi ong o'lchamida qarshi oling va o'zingizga tashakkurlik bildiring. Chuqur nafas oling. Ichki holatingizni, ongingiz ko'tarilgan to'lqinlarni his qiling. Yerga ulang buni. Yerga ulaning. Oyoqlaringizni yerga qo'yishingiz mumkin. Tana a'zoyingizni ushlab, moddiy bo'lgan jismni ushlab ko'rishingiz mumkin. Suv ichsangiz ham bo'ladi yerga ulanish uchun. Yoki ayting, men shu yerdaman. Men shu yerdaman. Xo'p, har biringizni tabriklayman. Juda ham yuqori to'lqinda initiatsiyani, energetik praktikani o'tkazib berilishiga ochiqlik bilan qabul qildingiz. Bu anglatadi har biringiz shu qadar kengayib ketganingizni. Qaysidir darslarda biz darsdan keyin praktikalarni berganimizda biroz qiyinchiliklar bo'ldi. Miya charchab qolgan mavzularni qabul qilishga va bugun darsni boshlang'ich qismida bu praktikani berdik. Juda ham yaxshi qabul qildingiz. Yaxshi katta ongda tayyorgarlikda. Tak. Serdechkalar uchun sevgingiz bilan, to'lqinlaringiz bilan bo'lishayotganingiz uchun tabriklayman. Xo'p, biz endi yerga ulanib olamiz, mavzularga o'tamiz. Mavzular qismini boshladik. Bugun farzandlar bo'yicha farzandlarga bo'lgan ilohiy munosabat, sevgidagi munosabat qanaqa bo'ladi, bularni gaplashamiz. Tak. Demak, biz marafon boshidan buyon gaplashib kelyapmiz. Hayotimizdagi har bitta inson bu o'stiruvchi, bizning rivojimizga juda katta xizmat qiluvchi insonlar. Ya'ni eng asosiylari bular tug'ilganimizda ota-ona bo'ladigan bo'lsa, undan keyin bizani juda katta tezlikda o'stiruvchi inson bu turmush o'rtoq va farzandlar. Chunki turmush o'rtoq bu bizani ulg'aytiruvchi, yana ham jarayonimizni tezlashtiruvchi bo'lsa, farzand undan ham keyingi tezlikni bizga beradi va har bitta farzand tug'ilganda ota-ona yana ham ulg'ayadi, yana ham ongi yuksaladi, keyingi etaplarga o'tadi, o'zini potensialini ochishga, o'zini yuqori ongli sifatlarini ochishga va eski ongdagi xarakteristikalarni tashlashga majbur bo'ladi. Chunki biz turmush o'rtoqdan ajrashishimiz mumkin qaysidir tajribalarda, o'tgimiz kelmaganida yoki qaysidir tajribalarda butunlay yolg'iz o'tishni xohlaganimizda, lekin farzandlarimizni hech qachon kecha olmaymiz. Ular har doim biz uchun muhim va yerni matritsasi shunaqa qilib tashkil etilgan, eng aziz, eng shirin qilib farzand yaratilingan va inson har doim majbur bo'ladi farzand uchun hamma narsa qilishga, joyi kelganda taslim bo'lishga, joyi kelganda yuragini ochishga, joyi kelganda egodan, manmanlikdan tushib, butunlay yaratuvchini eslashga, har bitta insonda birlikni tan olishga majbur bo'ladi va farzandlar shuning uchun ham juda katta hayotimizni o'stiruvchi bo'lib xizmat qiladi. Endi bu ruh tomonlama o'stiruvchi, moddiy dunyoda ham farzandlarni juda katta vazifasi bor, missiyasi bor. Moddiy dunyoda ham turmush, umuman oilaga bitta farzand kirib kelganda, u farzand turmush o'rtog'i esa daromadini oshib ketishiga yordam beradi. O'zini tanlovi bilan, o'zini hayot tarzi bilan, o'zini bu hayotdagi vazifa va missiyasi bilan turmush o'rtog'isi juda katta daromadini ochib yuboradi. Shuning uchun ham qaysidir farzandlar tug'ilganda ota-onaning yangi talanti ochilib ketib, turmush o'rtog'isi yangi ish boshlaydi, yangi uy kirib kelishi mumkin, yangi mashina kirib kelishi mumkin yoki o'zingizni ham juda ko'p ochilmagan qirralaringiz ochilib ketib, umuman yangi ong o'lchamiga o'tib ketasiz. Farzand o'zini dunyosi bilan tashrif buyuradi, ota-onani katta tezlikda transformatsiya qildirib boradi, oldinga o'stirib boradi. Lekin mumkin emas. Farzand o'stiruvchi ekan, men hozir o'smay qoldim, to'xtab qoldim, shuning uchun farzand ko'raman degan nazarda farzand ko'rish. Chunki bu qaysidir ma'noda sarobli uy-xayol bo'ladi, ya'ni kimnidir energiyasidan foydalanishga oid qaroringiz bo'ladi va bu qaror har doim omadli yoki muvaffaqiyatli bo'lmasligi mumkin, chunki biz hech qachon hech kimdan aslida foydalana olmaymiz. Tak.
qaror har doim ongli bo'lishi kerak. Ongli qaror nima degani bu? Farzand ko'rishni rostdan ham xohlayapsizmi? Rostdan ham unga moralli, ruhan va tashqi dunyoda ham tayyormisiz? Unga o'zingizdan nimadir bera olishga, o'zingizdan sevgi berishga, butunlay unga bolaligini hadya etishga, unga baxt bera olishga, energiya ajrata olishga, vaqt ajrata olishga, uni ongli o'sishga javobgarlik olishga tayyormisiz? Bularni ahamiyatga olib, keyin farzand ko'rish bu ongli farzand ko'rish tanlovi. Shunchaki ko'rib-ko'rona tanlov, ya'ni farzand otaman o'stirarkan, farzand bilan rivojlanarkanman degan tanlovlar bilan farzand ko'rishga qaror qabul qilish bu ozgina ongsiz tanlov hisoblanadi va inson keyin farzandga javobgarlik bo'lgan joylarida qiynalib qolishi mumkin. Xo'p, endi siz tushundik, taxminan farzandlar bu ota-onani o'stiruvchi inson bo'lib hayotga kirishini. Oilani asosini erkak va ayol tashkil etadi va farzandlar uni davomchisi. Bu tomonlarni ko'rib chiqamiz. Agar oilada farzand tug'ilmasa, farzandsizlik bu qaysi? Bu qanaqa jarayon ketayotgan bo'ladi? Bularni gaplashamiz. Agar oilada farzand tug'ilmasa, tak, zapis bormi? Bizda bor ekan. Farzand tug'ilmasa, demak, ko'pincha holatda bu signal bo'layotgan bo'ladi. Ikkita erkak va ayol birga bo'lishi kerak emas. Ular turmush qurish kerak emas. Ular bu yog'iga bir-birini o'stira olmaydi. O'zini ruhini o'stiruvchi insoni boshqa, lekin ular ma'lum bitta qo'rquvga ko'ra buni tan ola olmayapti, buni hozircha ko'ra olmayapti. Qaysidir sababli qo'rquvlarga ko'ra ular bir-birini tutib turibdi. O'rtada farzand yo'qligi sababli o'sha paytda atrofdagilar e'tibor bergan bo'lsanglar, podskaska berishni boshlaydi. Tezroq ajrashinglar, bu nima yurish, hammaga farzand kerak. Atrofdagilar podskaska beradi va o'zlari ham mana shu savolga ko'ra ba'zi paytda kelisha olmaydida, qaysidir kelishmovchiliklardan keyin bir-biriga og'riq berib, farzand ko'ra olmayotgani uchun ajralib ketishadi. Aslida bu nimada? Bu qanaqa jarayon ketayotgan bo'ladi? Ular shundoq ham bir-biriniki emas edi. Birga ketish kerak emas edi, birga bir-birini ruh sifatida o'stiradigan inson emas edi. Shuning uchun yaratuvchi ularga farzand bermayapti hozir. Buni to'g'ri qabul qilish kerak va bu bitta shu javob degani emas. Turli rakurslarda bo'ladi javob va biz boshqa rakurslardan hozir qarab chiqamiz. Demak, farzand ko'ra olmaslik aslida katta signal erkak va ayol birga ketmasligi uchun va ular ajrimga kelganmiz va juda to'g'ri ajrim. Bunda og'riqda qolish kerak emas. Shunchaki tushunish kerak, u inson sizniki bo'lmagandi va hayotingizdan chiqib ketdi va bu o'rinli bo'ldi yoki bir marta uchrashib, vaqtincha uchrashib, bir-biringizga beradigan narsangizni berishingiz kerak edi va shu yerda yakunlashingiz kerak edi hayot tajribasini va bu o'rinli bo'ldi. Bunda hech qanaqa ayol o'zini ayblashi yoki erkakni ayblab, aybdorlikka kirib, sarobiy og'riqda qolib ketish kerak emas. Hayot to'xtab qoladi rivojdan, evolyutsiyadan. Qabul qilgan holatda, kurashmagan holatda qo'yib yuborish kerak. Keyingisi yana shunaqa holatlar bo'ladi, ya'ni erkak-ayol birlashishi kerak bo'lsa, ular har qanaqasiga birlashadi. Farzand juda katta erkak-ayolni birlashtiruvchi. Mana misol uchun, siz o'zingizni juftingizni uchratdingiz, lekin erkak ham sizga uylanmoqchi emas, siz ham u bilan turmush qurmoqchi emassiz, yaxshi variant chiqsa baribir ketaman degan nazaringiz bor. Umuman ajralib ketayotganingizda, ayol homilador bo'ladida, baribir majbur bo'ladi bola sababli oila qurishga. Bu degani, bu erkak sizniki edi va siz o'sha farzandga homilador bo'lish orqali baribir keldingiz o'sha yo'lga. Ya'ni u erkagingizni uchratdingiz, qochib ham keta olmadingiz, boshqachasiga hal qila olmadingiz va bu to'g'ri jarayon ketayotgan bo'ladi. Ya'ni nima demoqchiman? Farzand juda katta belgi ota-onani birga qolish yoki birga qolmasligi haqida. Yana shunaqa narsalar bo'ladi. Ikkita turmush juda og'ir ahvolga kelib qolganda, ularning bitta ikkita farzandi bor. Bo'ldi, endi ajrimga qaror qilib, ajrasha olmaydi, ketib keta olmaydida. Shunaqa payt keladi, bo'ldi, baribir ajrashaman, bu yerdagi savollarni hal qila olmayman deb ayol ketib qolgan paytda yoki qaror qabul qilganda qarasa homilador bo'lgan bo'ladi. Ya'ni u kelayotgan 3-farzand yoki 4-farzand baribir erkak ayolni kelib birlashtiradi. Ya'ni ketishing mumkin emas hozir, birga yashashga anaqasan, birga yashashinglar kerak deb vazifanglar shu bir-biringlarni hali o'stiradigan vazifanglar bor. Birga ham o'zinglarga ham borliqqa beradigan vazifa bor degan. Bu shuni signali. Tak, endi yana shunaqa holat bo'ladi. Inson farzand ko'ra olmasligi bu faqat o'sha erkak bilan birga yashay olmasligingiz emas. Bu shu narsaki, ba'zan erkak ayol o'smay qolgan bo'ladi. Juda ham ongi qoloqlashib ketgan bo'ladi, ongi ustida ishlamayotgan bo'ladi. U faqat jamiyatdagi rivoj, daromadi yaxshi bo'lishi mumkin, tashqi ko'rinishi, biologik rivoji ustida ishlayotgan bo'lishi mumkin, lekin ong ustida ishlamayapti. Farzand tug'ilish uchun yuqori ongli ota-ona kerak. Ya'ni o'sha ota-onani ongi bundan ko'ra o'sgan bo'lishi kerak. Va shundagina u farzand tug'ila oladi, chunki uni kontrakti bo'yicha u ruhnida hayotga kelishi uchun ongli bo'lgan ota-ona kerak. Shuning uchun farzand kutib turadi toki ota-ona ustida ishlab butunlay ongli hayotga kelib olmaguncha. Va e'tibor bergan bo'lsangiz, shu uchun farzandsizlikdan keyin avval vrachga chopishadi, keyin turli yechimlar qilib ko'rishadi, hamma narsa qilib ko'rib, oxiri ongi bilan ishlashga ota-ona majbur bo'ladi, bilim izlaydi, kitob o'qiydi, ongini o'stirib boradi, ongini rivojlantiradi va keyin
ma'lum bitta ong etabiga yetib kelgandan keyin farzand dunyoga keladi. Agar ruhiy bilimlar bilan, psixologlar bilan ishlamasa ham o'zi ma'lum bitta ong darajasiga yetib keladi, ya'ni taslim bo'ladi, yuragini ochadi, hech kimni tanqid qilmaydi, hech kimga g'iybat, ig'vo, u gaplarga kirmaydi. Shundoq ham boshim egilgan, shundoq ham har bitta insonda tenglikni his qilishga tayyorman, shundoq ham har bitta insonni sevgini ko'rishga tayyorman. Hamma baxtli bo'lsin, hamma farzandli bo'lsin, man hammaga yuragini ochib, saxiylikda sevgi ulashishni boshlaydigan ongi kengayib ketadida, manmanlik, ego, faqat o'zimga bo'lsin, meniki ustun, men boshqalardan ustunman, men zo'rman degan xarakteristikalarni tark etadi. Hammaga yuragini ochib, saxiylik qilib, ehson qilib, hammaga yaxshilik ulashishga tayyor bo'ladi. Butunlay yaratuvchiga yaqinlashishga tayyor bo'ladi va mana shu ongli holatga kelganligi ota-ona. Va mana shu holatga kelgandan keyin farzand dunyoga keladi, chunki ota-ona ongini ustida ishladi, taslim bo'ldi, egoni tark etdi va yaratuvchiga yaqinlashdida, ongini yuqori stansiyaga ko'tarib oldi. Tak. Endi agar farzand ko'rolmay turib, kimdir sizni ajratgan bo'lsa, ya'ni qaynona, qaynota kimdirlar ajratgan bo'lsa, mutlaqo bu joyda ham og'riqni qolib ketish kerak emas. Tushunasiz, bu yo'l sizniki emas ediki, signal berildi, farzand berilmadi birga ketishinglar uchun, ajralishinglar uchun bu katta sabab bo'ldi. Aybdorlikda qolib ketish kerak emas. Va agar turmush qurishinglardan oldin homilador bo'lib, majbur bo'lib qolsangiz shu insonga turmushga chiqishga va har doim o'ylasangiz, men agar farzandim bo'lmaganda, mana shu farzandim tug'ilmaganda, men bu inson bilan hech qachon yashamagan bo'lardim desangiz ham, bu juda katta sabab. Ya'ni eringizdan nafratlanib, eringizdan ichga ikkilanish, bu insonni tanlamagan bo'lardim degan o'y-xayollar bo'lsa ham, farzandingiz bilan yaxshi munosabat qura olmaysiz. Xuddi uni aybdorlik his qilasiz ichingizda. U bo'lmaganda, men erim umuman hayotim boshqa bo'lgan bo'lardi, men bu insonni tanlab, bu yerlarda yashamagan bo'lardim hozir degan tanlovingiz bor bo'lsa, bu juda katta sabab, bu juda katta yolg'on. Ya'ni farzandingiz to'satdan dunyoga kelib qolib, kutilmaganda kelib qolib, sizni hech narsaga majburlamadi. Shunchaki bu borliqdan juda katta belgi edi. Shu inson sizniki bo'lishi keragi, bo'lishi kerakligi, ya'ni turmush o'rtog'ingiz va birga ketishingiz kerakligi haqidagi juda katta belgi edi va siz uqa olmayotgan, tushuna olmayotgan belgini, yo'lni farzandingiz ko'rsatib berdi. Shuning uchun mutlaqo ikkilanishni turmush o'rtog'iga nisbatan qo'yib yuborish kerak. Ishonch bildirish kerak yaratuvchiga, borliqqa, ruhingizga, bu insonni tanlaganingiz uchun va ishonch bildirishingiz kerak farzandingiz orqali. Siz ruhingizga uyg'un bo'lgan yo'lga tushib olganingizga, mana shu ishonchga kelib olganingizda, turmush o'rtog'ingizga nisbatan yuragingiz ochilib ketadi, farzandga nisbatan ham yuragingiz ochilib ketadi. Agar bir ozgina shunaqa ikkilanishingiz bor bo'lsa, siz har doim kritikada bo'lasiz farzandingizga nisbatan, anglab anglamay. Endi har bitta ota-ona farzandini juda qattiq yaxshi ko'radi, anglamagan holda ichki kritikasi bor bo'ladi farzandiga va bilib-bilmay hayot qaysidir joyda og'riq berganda, ya'ni qaysidir og'riqli vaziyatlarga duch kelganda farzandingizni jazolashga kirib ketasiz, baqirishga, uni ayblashga, qiyinchiliklaringizga u aybdor ekaniga kirib ketasiz. Shuning uchun bu sarobdan chiqib oling. Farzand yoki kimdir aybdor bo'lolmaydi. Siz o'rinli yerda, o'rinli joydasiz va borliq sizni olib keldi bu joyga. Tak. Farzandni hayotdagi vazifasi bu shu: ota-onani o'stirish, ota-onani birlashtirish, ota-onani ruhini yo'liga uyg'un hayotga tushirib olish, ota-ona anglamayotgan narsani anglatib berish bunga xizmat qiladi va farzand kelmaganda ko'pincha biz yo'limizni topib olishimizga ham yordam beradi. Ya'ni yo'limizni qidiramiz va baribir qaysidir insondan ketishga majbur bo'lamiz farzand kelmagan paytda. Tak. Demak, farzandingiz yo'q bo'lsa, birdan bu faktdan keyin ajrimga qaror qilishingiz shart emas, turli holat bo'ladi deb aytdim. Ba'zan o'sishingiz kerakdir, o'sganingizdan keyin tug'iladi u farzand. Yana bitta fakt bor. Ba'zan qaysidir insonga umuman bu hayotda farzand kerak emas. Ya'ni u bu hayotda shu orqali o'sa oladi, shu orqali nimanidir anglay oladi va umuman unga uni bu hayotdagi missiyasi katta bo'lishi mumkin. Farzandsiz o'tish orqali u katta missiyani bajarishi mumkin. Yana shunaqa ruhlar bor, shunaqa insonlar bor. Bitta farzand ko'radi, keyin farzand ko'rolmay qoladi, qancha harakat qilsa ham, chunki uni bu hayotda yana juda katta missiyasi bor va u oila bilan, farzand bilan o'ralashib qololmaydi. Ya'ni u juda katta qo'shiqchi bo'lishi mumkin, san'atkor, butun xalqqa xizmat qilishi kerak. Yoki juda katta missiyasi bor, insonlarni uyg'otuvchi, insonlarga bilim beruvchi, juda katta insoniyat qatlamiga xizmat qiladigan missiyasi bor va u hozir band qilinmaydi oila bilan, farzandlar bilan, chunki bilasiz, farzand juda katta ayoldan energiya talab qiladi, mehr talab qiladi, e'tibor talab qiladi, javobgarlik talab qiladida. Sizni juda katta missiyangiz bo'lgan paytda balki kerak emasdir hozircha sizga farzand va siz bu hayotga farzand o'tkazish orqali missiyani bajarmayapsizda, aksincha insonlarni ongini rivojlantirish yoki nima bo'lsa o'sha missiyangiz insoniyatga xizmat qilish orqali beryapsiz o'zingizni. U ham missiya, bu ham missiya. Ya'ni biz biologik tanadan ruhni o'tkazib berishimiz ham bu yerga xizmat qilish, boshqa bir vazifani bajarish ham bu yerga xizmat qilish. Demak, farzand ko'rilmayotgan bo'lsa, qancha harakat qilsangiz ham bitta farzanddan keyin davom etmayotgan bo'lsa, demak o'sishga fokusingizni qaratasiz, missiyaga qaratasiz fokusingizni va hayot bilan, borliq bilan kurashib, hayotdan bir kam dunyo ekan deb kamchilik qidirib,
butun hayotingizni mana shu og'riqlarda o'tkazishga sarflab yubormang. Bu sizga ham, oilangizga ham, atrofga ham rivoj bermaydi. Aksincha, signalni qabul qilib, vaziyatni qabul qilib, demak, meni beradiganim boshqadir, balki men ko'rmayotgan narsalar bordir. Meni boshqa joyga yo'naltirishayotgandir-da. Men buni ko'rishga tayyorman, o'tishga tayyorman deb yechimga qarab ketganingizda, yechim ochiladi, yo'l ochiladi. Ya'ni missiyasiz katta qilib insoniyatga xizmat qilishingiz kerak bo'lsa, katta yo'l ochilib ketadi bunga, yoki butunlay ongli hayotga o'tib, ongingiz yuqoriga ko'tarilib ketadi-da va ulg'aygan va uyg'ongan ongdagi ruhlarni, ya'ni farzandlarni dunyoga keltirishingiz mumkin. Nima bo'lganda ham yechimga qarab ketsangiz, signalni qabul qilib, bu bilan kurashmasdan, og'riqqa kirib ketmasdan, o'zingizni ayblab, turmush o'rtog'ingizni ayblab, yaratuvchidan xafa bo'lib, bunaqa saroblarga kirib ketmasdan yechimga qarab kelsangiz, bu faqat sizni rivojga olib keladi. Shuning uchun signallarni qabul qilish kerak, kurashishdan foyda yo'q. Faqat yechimga qarab, menga nima ko'rsatilyapti, qayerga ketishim kerak, diqqat bunda bo'lsa, juda katta kenglikka ochilib ketasiz. Kengayib ketishga olib keladi sizni bu. Demak, farzandlar bilan munosabat bo'yicha gaplashamiz. Farzandlar bir on o'zida ozgina og'riqli tema bo'ladi va bir on o'zida farzandlar biz uchun juda ham yoqimli, jonimizdek aziz, balkida eng bizga aziz bo'lgan, qadrli bo'lgan insonlarimiz. Yerda mana shunaqa inom berilgan, imkoniyat berilgan, shu his-tuyg'u orqali shunaqa sevgini his qila olish imkoniyati berilgan har birimizga. Farzandlar bilan munosabat va tarbiya masalalari bo'yicha o'zimni bilimlarimni, anglashlarimni, kuzatishlarimni bo'lishaman va farzandlar albatta keng mavzu. Albatta men eng muhim deb bilganlarimni bo'lishaman bu yerda. Bilasiz, bizada farzandlarga munosabat shunaqaki, umuman turmush o'rtoqqa ham munosabat, umuman atrofdagilarga ham munosabat shunaqaki, biz faqat oluvchi pozitsiyasida yashaymizda. Ya'ni biz shunday oilaga kelsak, turmush o'rtog'imiz ham faqat bizga bersa, faqat olsak, u e'tibor qilsa, turmush o'rtog'i gul bersa, mashina olib bersa, hamma narsa qilib bersa, qilib berishini xohlaymiz. Farzandlardan ham xuddi shunaqa. Farzandlardan oluvchi bo'lib qolamiz, faqat bizga nimadir bersa-da, ya'ni maktabga borib yaxshi o'qib kelsa, ko'chada siz xohlagandek o'zini tutib bersa, chiroyli kiyingan bo'lib, tartibli bo'lib, ya'ni sizni ongingizda, miyada kategoriya qanaqa bo'lsa, o'sha anaqalarga, o'sha tartibga sizni ko'nglingizni to'ldiradigan qoliplarga tushib berishini xohlaymiz. Ya'ni bu oluvchi pozitsiyasida bo'lishda har doim olishni xohlaymiz. Farzandlardan muvaffaqiyatli bo'lib berishi, tartibli bo'lib berishi, kimnidir ko'rganda salom deyishi, chiroyli odobi bilan, yaxshi o'qiganligi bilan sizni har doim faxrlantirishini xohlaymiz. Aslida qanaqa bo'lishi kerak? Munosabat yaxshilanishi va o'sishi uchun biz har doim beruvchi qo'lga aylanishimiz bu munosabatni o'stiruvchi kalit. Nafaqat farzandlar, balki turmush o'rtoq bilan ham. Endi farzandlar bilan munosabatni o'stiruvchi kalit bu berish bo'lsa, biz nima bera olamiz? O'zimizdan faqat sevgi. Bera oladigan yagona narsamiz bu sevgi. Qolgan narsani bera olmaymiz. Ya'ni biz tarbiya bera olmaymiz farzandlarga, nimanidir o'rgata olmaymiz. O'rgatish va tarbiyada juda katta sarob bor, juda katta yolg'on bor. Bu nima degani? O'rgatish va tarbiyada deylik, ma'lum bitta inson, har birimiz ruh sifatida yerda ma'lum bitta tajribani o'taganiga egamiz-da. Ya'ni biz bu hayotda qaysidir inson deylik o'g'ri bo'lib o'tish kerak bo'lsa, bu albatta juda og'ir va karmik tajriba, qiyin bo'lgan, past to'lqinli tajriba, lekin shu tajribani o'tab, u nimanidir anglab, keyin ongini yuqoriga ko'tarib yaxshi hayotga o'tib ketish kerak bo'lsa, bu tajribani yashab o'tadi va u tajribani yashayotganda u shu tajribani yashashga majbur qiladigan ota-onani tanlaydi. Ya'ni bu qaysi ota-ona bo'ladi? Yoki juda qattiq turmush tarzida yashayotgan ota-ona, yo'qchilikda yashayotgan ota-ona, o'zidan atrofga nimadir bera olishini tan ololmagan ota-ona, yoki ajrashib ketgan, yoki farzand tashlab ketilingan, yoki qarovsiz qolib ketgan va juda og'ir tajribalarni yashab o'tadi-da u inson va majbur bo'ladi bu hayotda insonlarga sevgi berib, o'zini xizmatini berib, hammaga yaxshilik bilashib, o'zini daromadini topishga emas, qolganlarni jazolash orqali, deylik o'g'irlik qilish, pulini olish orqali mana shunaqa boshqalardan faqat olish, yulishga harakat qiluvchi insonga aylanadi va u shu tajribani yashab o'tishi kerak. Bizada ham xuddi shunaqa farzandlarimizni ma'lum bitta yashab o'tadigan tajribaviy yo'li bor va bizlarning ma'lum bitta yashab o'tadigan tajribaviy yo'limiz bor. Xohlaymizmi, yo'qmi, o'zgartira oladigan va o'zgartira olmaydigan, ya'ni yashab o'tib anglashimiz kerak bo'lgan tajribalar bor va bunaqa paytda bizga nima kerak bo'ladi? Har doim sevgi va qo'llab-quvvatlash kerak bo'ladi. Sevgi va qo'llab-quvvatlash har qanday tarbiyadan ustun va har qanday insonni eritadi va rivojlantiradi, o'stiradi, oldinga olib ketadi. Mana tasavvur qilib ko'ring, juda holatingiz yomonda, turmush o'rtog'ingiz bilan 10 yildan beri deylik, bu yoqqa ko'rdingiz, bu yoqqa ko'rdingiz, munosabatingiz o'xshamadi. Oxiri majbur bo'ldingiz ajrimga kelishga. O'sha paytda kimdir sizga kelib, ajrashish mumkin emas. Farzandlaring o'lasangchi, aqlsiz ayol ekansan, u yoq bu yoq desa yoqadimi-da? Siz battar og'ir ahvolga tushib qolasiz, xato qilyapmanmi? Yechim qayerda o'zi? Nima qilishim kerak deb og'irlashib qolasiz. Agar kimdir o'sha payt sizga sevgi bersada, qo'lini cho'zsada, tushunaman men seni, juda ham qiynalding, boshqa yechim ko'rinmayotganingdan hozir ajrashish qaroriga kelgandirsan. Men seni qaroringga aralashmayman. Nima xohlayapsan hozir? Dam olish xohlayapsanmi-da? Xohlasang men senga shu imkoniyatni beraman-da, yaqinlaringiz bo'lsa. Bor, chiqib dam olib kel, ozgina O'zbekiston matritsasidan dam olib, chetlarga borib dam olib kel. Yoki keyin farzandlaringga men qarab turaman, o'zingga qarab ol ozgina o'ylab, keyin qaror qabul qilsang, balki fikring o'zgarar. Ya'ni
hayotingda sensan yaratuvchi, sen qila olasan degan ishonchni berib, faqat sevgi va qo'llab-quvvatlash berganda inson qanchalik tiriladida. Sevgiga to'yinasiz, tayanchingiz borligini his qilasiz va mana shu tayanchni his qilgan holatda ongli yechim qilishga kuch topiladi sizda. Endi farzandlar bilan ham xuddi shunaqa. Bizlarning eng katta farzandlarga bera oladigan narsamiz ularni qo'llab-quvvatlash. Qo'llab-quvvatlash, sevgi berish ularga. Mana shundagina farzandlarning o'sishiga juda katta xizmat qilgan bo'lamiz. Farzandlarni qo'llab-quvvatlash va sevgi berish orqali. Albatta, tarbiya orqali nimanidir o'rgatish, o'rgatmaslik mutlaqo mumkin emas degani emas meni gaplarim. Albatta, farzandlarimiz kichik va dunyoni o'rganayotgan va bu yerda tajribani o'rganayotgan insonlar, ruhlar. Ularga albatta qo'limizdan kelgan yashab o'tgan tajribalarimizni bo'lishish, o'rgatish bu albatta o'rinli. O'rinli, qaysi ma'noda ularni sindirish ma'nosida emasda, ya'ni sen kichkinasan, sen bilmaysan, men yaxshiroq bilaman degan ma'noda emas. Bu qanday bo'ladi? Kuzatganmisiz ko'pincha men mana shu ongli hayotga o'tganimda, psixologiya bilan ustida ishlashni boshlaganimda judayam ko'p kuzatishlar amalga oshirdim. Bizada oylamizda, qarindoshlar oilamizda, standart o'zbek oilalarida odatda hayot tarzi qanaqa bo'ladi? Farzandiga deyarli hech narsa o'rgatilmaydi. Tarbiya deganda faqat chegara qo'yishni nazarda tutadida va tarbiya beryapman deb o'ylaydi ota-ona. Va qanaqa qilishadi harakatlarni? Misol uchun ishga ketadi va qaytib kelganda ota-ona albatta charchagan, farzandiga va oilasiga katta javobgarligi bor. Albatta, u ham mehnat qilyapti. U ham albatta xohlaydi farzandlari tomonidan qo'llab-quvvatlanishini, sevgi berilishini va charchab uyga kelganda uyda deylik unga hatto issiq choy damlab qo'yilmagan, uni qulayligi uchun ma'lum bitta tartib uyda yaratib qo'yilmagan. Ota-onani deylik, ayniqsa ayol kishini jahli chiqib ketadida. Farzandlaringiz bo'lsa, o'g'il yoki qiz farzandlaringiz nega hamma joy tuz qilgan, nega choy tayyorlanmagan degan anaqa aytishadi. Nega qilinmagan, nega uni qilmaysan, nega yaxshi o'qimayapsan, ya'ni nega qilmayapsan deyiladida. Nima qilish kerakligi aytilmaydi. Kim kuzatgan mana shuni? Kuzatmagan bo'lsangiz kuzatib ko'ring. Bolaligingizga, uyingizga borib kuzatib ko'ring, yoki umuman qarindoshlaringizni chetdan kuzatib ko'ring. Har doim bu qilmaydi, bu qilmagan, bu o'zi hech qachon qilmaydi. Biz ham mana shunaqasiga murojaat qilamizda va har doim qilmayapsan deyotganimiz tagida men nimadir o'rgatyapman deb o'ylaymiz, lekin aslida uni tagida hech narsa o'rgatmayotgan bo'lamiz. O'rgatish qaysi ma'noda bo'lishi kerak? O'zingizni sevgingiz bilan, mehringiz bilan tushuntira olishingiz ungada, ya'ni ishdan kelayotganingizda mana shu farzandingiz o'qishi uchun, yaxshi yashashi uchunda, ayol kishi bo'lsangiz yoki jamiyatga beradigan xizmatingiz, missiyasiz borligini, ulg'aygan inson sifatida atrofga xizmat qilishingiz kerakligini tushuntirib va kelguningizcha sizga choy tayyorlab turishlari, ular maktabdan tashqari uyda bo'lganda uyga o'zidan ma'lum bitta xizmatni bera olishini tushuntirib o'rtada gaplashilganda, sevgida bu narsalar yetkazib berilganda har bitta farzand buni qila oladi. Lekin biz ko'pincha tanqid ma'nosida gapiramiz, qilmaganligini ta'kidlaymiz va uni tagida jabrlanuvchi bo'lib yig'lashni afzal ko'ramiz. Ya'ni bizlarni ota-onalarimiz shunaqasiga harakat qilishgan va buni hech biri tarbiyaga kirmaydi. Bu farzandingizga nimadir bermaydi va bizga ham nimadir bermagan. Bu faqat chegara va travma beradi odamga. Kimgadir sen hech qachon qilgansan, qila olmaysan, siz yuragiga sizga va
Xo'p, farzandlar bilan munosabat mavzusi biz ozgina transformatsion bo'lishi mumkin. Chunki bu paytda bizani o'zimizni ota-onaga bo'lgan anaqalarimiz, programmalar ko'tarilib ketadi. Tak, shuning uchun internetda ham darrov bildirdi ichki holatimiz. Xo'p, o'ylaymanki, hozir to'g'rilandi internet. Tak, davom etamiz. Farzandlar bilan bizani eng katta bera oladigan narsamiz ularga sevgi, qo'llab-quvvatlash. Ularni bolaligida sevgimiz bilan o'zimizda bor bo'lgan narsani yashab o'tilingan tajribadan keyingi xulosalarimizni sevgimiz bilan ularga bo'lishish, o'rgatish va o'rgatayotganda ularni tanbeh ma'nosida ular qila olmaydigan, ular bilmaydigan inson, ular bilmagani uchun shunaqa yomon farzand bo'lganligi uchun o'rgatish ma'nosida emas, katta inson va bu tajribalarni yashab ma'lum bitta qolipga kelib bo'lgan inson sifatida o'rgatish, sevgida bo'lishish bu juda ham muhim farzandni o'sishida, rivojlanishida. Esingizda bo'lsa, mana o'zingiz ham psixologiyaga kirib kelganingizdan keyin sizga eng ko'p aytilingan gaplarni ishlashdan boshlaganingizda detskiy travma debdi, bolalikdagi travma deb, ya'ni eng ko'p aytilingan gap sen sotasan, sen bo'shsan, sen latasan, qo'lingdan hech narsa kelmaydi degan gaplar har doim sizni harakatga keltirmagan, har doim ularni keyin olib obdan ishlagansiz. Chunki sizga har doim shu gaplar aytilganda siz o'ylagansiz, men shunaqa inson ekanman deb qotib qolgansiz joyingizda. Ishonib qolgansiz, o'zingizni hech narsani uddalay olmasligingizga va katta bo'lib ularni birma-bir ishlab chiqishingizga to'g'ri kelgan. Farzandlar bilan ham xuddi shunaqa, ya'ni biza ularda nimadir ko'rishni xohlayapmizmi, demak ularga avval o'rgatish kerak, avval buni tushuntirish kerak, avval buni bera olishimiz kerak o'zimiz va shundagina farzand uni qila oladi, uni bera oladi. Biz ba'zan o'zimizda yo'q bo'lgan narsalarni so'raymizki, farzandga o'rgatilinmagan, ko'rsatilmagan, namuna qilib berilmagan, shuning uchun farzand uni qila olmayapti. Farzand juda ko'p eshitgansiz, faqat namunani oladi, tarbiya berilmaydi, tarbiyani qabul qilmaydi degan iborani rostdan ham shunaqa. Mana kichkina yoshdagi farzandingiz bilan ham o'tirib, ota-ona o'tirib telefon titkilayotgan bo'lsa, u ham darrov telefonga qiziqish oshadi va telefonni titkilashni boshlaydi, ya'ni telefondagi o'yinlar unga qiziq bo'lishni boshlaydi. Yoki kechki telefonlar yig'ishtirilgan holatda kechki farzandingizga vaqt ajratib, u bilan rasm chizsangiz, qanaqadir o'yinlar o'ynasangiz, demak u darrov bu narsa qilinishi kerak, ya'ni uyda qanaqa ritual qilinyapti, qanaqa tartib o'rnatilyapti, bu narsa qilishi to'g'ri ekan deb o'ylaydi va buni bajarishni boshlaydi va xuddi shu shakl u farzand ulg'ayguncha davom etadi. Ota-ona nima qilyapti? Farzand bundan namuna oladi va avtomatik buni bajaradi. Demak, farzandlar bilan munosabat va farzandlar bilan tarbiyada eng katta bizlar ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan narsa ularda nimadir ko'rgimiz kelyaptimi, o'zimizni shakllantirish va sevgi bilan ularga tushuntirish. Nega buni qilib qo'ymading, nega bu qilinmagan emas, nega qilish kerakligini o'rgatish, tushuntira olish. Men yaqinda kichkina farzandim bor, yaqinda 2 yoshga to'ladi. Negadir shunaqa odat chiqardi, qo'lini tez-tez og'ziga solib so'rashni boshladi. Keyin men nimadan qilayotganligini boshida tushuna olmadim. Bunaqa qilma, bunaqa qilish mumkin emas deganimizda u to'xtatmadi-da. To'xtatmadi. Dadasi ham har doim qo'lingizni solmang og'zingizga deganda ham to'xtatmadi bu harakatni. Keyin oxiri sababini tushuntirdim. 2 yosh bola baribir ozgina bo'lsa ham tushunadi. Uni tirnog'i borligini, qo'li bilan o'yinchoqlar o'ynayotganligini, emaklab yurayotganligini, qo'lida chang borligini deb qo'lini olib ko'ziga ko'rsatdim. Qo'lida chang bo'lishi mumkin, tirnog'ini ichida chang bo'lishi mumkin deb va u og'ziga solayotganda bu chang ichiga kirib ketishi mumkinligini aytganimdan keyin harakat to'xtatildi. Ya'ni nima demoqchiman, biz farzandlarda nima ko'rgimiz kelayotgan bo'lsa, sevgimiz bilan avval uni tushuntirishimiz, buni nega qilish kerak, nega qilmaslik kerakligini ko'rsata olishimiz va o'sha narsalarga nisbatan o'zimiz ham ongli bo'la olishimiz va o'zimiz ham hayotimizda bu narsalarni kiritgan va qo'llay olayotgan bo'lishimiz kerak. Shundagina farzand bizga o'sha narsani bera oladi, o'sha tartibga o'rgana oladi, anglagandan keyin avtomatik o'sha narsani qila oladi. Agar ongsiz faqat farzandga chegara qo'yilsa, bu mumkin emas, bu mumkin emas, bu mumkin emas, farzand o'chakishib qoladi ota-ona bilan. Meni yashashga bermayapsan, tajriba olishga bermayapsan deb shunaqa holat keladi, juda ham agressivniy bo'lib qoladi kichkina bo'lganda va katta bo'lgandan keyin umuman siz bilan hisoblashmaydigan, sizdan hech narsa so'ramaydigan va sizdan yashirib harakatlar qiladigan. Chunki biladi, ma'no yo'q. Siz bilan gaplashgandan, ruxsat so'ragandan ma'no yo'q. U sizdan ruxsatsiz so'ramasdan ko'chaga chiqishni boshlaydi, so'ramasdan ma'lum bitta harakatlarni qilishni boshlaydi va ota-ona qanchalik agressiyaga kirib, tarbiyasiz bo'lib ketding, meni ogohlantirmay harakat qilyapsan deb battar uni chegaralaganda umuman ma'no yo'q. Battar farzand qochib ketadi va umuman katta bo'lib o'zini yo'lini o'zi topib, o'zini eplaydigan bo'lgandan keyin ota-onadan uzoqlashib ketadi, xabar ham olmaydigan holatga kelib qolishi mumkin. Shuning uchun farzandlarga chegara emas, ongli ko'rsata olish, nima to'g'ri, nima noto'g'ri. Agar kichik yoshda bo'lsa, katta yoshda bo'lsa, uni tanloviga ruxsat bergan holatda, tanlovga bo'lgan hurmatingizni bildirgan holatda nimani ongli to'g'ri deb hisoblaysiz, buni maslahat berish, ongli to'g'ri emas deganingizda nima uchun to'g'ri emas, buni anglatgan holatda maslahat berish, bu ota-ona o'rtasidagi, ota-ona va farzand o'rtasidagi bir-biriga bo'lgan tushunish, bir-biriga bo'lgan ishonch va qo'llab-quvvatlashni shakllantiradi. Ya'ni siz uni qo'llab-quvvatlayapsiz, chegara qo'ymayapsiz, unga yaxshi bo'lishini ko'rsatgan holatda
ma'lum bitta vaziyatda o'zingizni fikringizni, maslahatingizni beryapsiz unga va farzand yaxshi qabul qiladi, buni chegara deb qabul qilmaydi va sizdan qochmaydi, uzoqlashmaydi. Yana nimalarni bo'lishsak bo'ladi? Asosan, farzandlarga biz bera oladigan narsamiz bu boshda aytganimdek sevgi va qo'llab-quvvatlash. Men juda ko'p kuzataman. Asosan, farzandlar ota-onadan faqat sevgi olgandagina o'sib rivojlanib keta oladi. Yetarli sevgi, yetarli qo'llab-quvvatlash bo'lganda, yetarli maqtov bo'lganda, u ruhi uchun qanaqa missiyada kelgan bo'lsa, o'sha yo'lni tez oladi, tez olib, tez o'sib ketadi o'sha joyda. Ya'ni mana erkak yigitlarni oladigan bo'lsangiz, uyda har doim onasi maqtagan o'g'il bolani-da, ruhlantirgan, unga ishonch bildirgan, kichkinaligidan unda katta bolani ko'ra olgan, unga ruxsat bergan, erkinlik berganda, uni hech qachon tanqid qilmagan, unga har doim ishongan ichki holatida undagi erkakni barbod qilmagan holatda o'stirgan bo'lsa, u tez muvaffaqiyatga chiqib ketadi. Ya'ni uni missiyasi nima bo'lsa, tez uni topadi va o'shanga yo'naladi. Nimaga? Chunki oilada unga sevgi va qo'llab-quvvatlash yetarli bo'lgan. Bu har qanday yoshdagi farzandlar uchun eng to'g'ri tarbiya usuli, eng katta ota-ona sifatida biz bera oladigan narsamiz o'zi shundan iborat. Endi kichik yoshdagi farzandlar bilan ham xuddi shunaqa. Men juda ko'p kuzataman. Mana deylik 5 kunlik marafonda bo'ldim. Marafon o'tkazib berdim sizga va mana shu 5 kun marafon davomida men har kuni 2 soatdan vaqt ajratishim kerak bo'ldi. Sizga berishga to'g'ri keldi va meni kun davomida ham o'zim bilan ishlashim va sizga beradigan mavzularim ustida qayta ishlab, yana nimalarni qo'sha olaman bularni qarab chiqishimga to'g'ri keldi. Bu degani men mana shu 5 kun davomida kunim juda tig'iz bo'ldida va turmush o'rtog'im va farzandim uchun deylik juda katta vaqt ajrata olmadim. Keyin men buni o'rnini to'ldiraman, ya'ni balans qilaman. Darslarim tugatgandan keyin men o'zimga dam beraman qanchadir kun va o'sha dam kunlarimda butunlay o'zim energiyamni qayta tiklash uchun ustimda ishlayman, o'zimga sevgi beraman va farzandim va turmush o'rtog'im bilan birga vaqt o'tkazaman. Unga e'tibor, mehr qarataman. Agar mana shu balans to'g'rilanmasa, farzandlar darrov ko'rsatadi o'zini. Mehr yetishmayotganini, sevgi yetishmayotganligini darrov injiqlashni boshlaydi. Yana agar ona qaramasa bunga-da, ona asabiylashib ketaversa, ona jahli chiqib ketaversa, o'zi qiynalib yashayapman, o'zi otang ishlamagani uchun majburman pul topishga, majburan borib ko'chada ishlab kelyapman, majburan bitta ish emas, ikkita ish qilyapman. Sizlar ham injiqliginglar bilan meni hol jonimga qo'ymadinglarga kirib ketsa, farzand bilan ota-onaning munosabati yaxshilanishga olib kelmaydi. Bu battar holat yomonlashadi. Chunki nega qilyapti farzand o'zi buni? Diqqat tortish uchun qilyapti. Har safar injiqlashganda farzand bu menga qara degan signalni berayotgan bo'ladi. Menga qara, diqqatingni menga qarat. Men sendan ko'proq sevgi va e'tibor xohlayapman. O'sha paytda ona hamma ishini qo'yib, demak men farzandimdan uzoqlashib ketibman. Men hozir farzandimga vaqt ajrataman, uni eshitaman, u bilan gaplashaman, birga vaqt ajrataman deb farzand bilan balansni to'g'irlab olsa, unga sevgi, mehrini bersa, farzand to'g'rilanadi, tinchlanadi. Agar buni eshitmasangiz, dalishda davom etsangiz, ya'ni farzanddan, oiladan uzoqlashib ketib, hayot bilan kurashga, ya'ni boshqa hayot jabhalariga kirib ketib, u yoqda qolib ketsangiz, farzand kasal bo'ladi yoki mana shu ko'rinishda, qaysidir bir og'ir kasallik ko'rinishida baribir diqqatingizni o'ziga tortadi va sizdan mehr va sevgi olishni talab etadi. Farzand kasal bo'lganda bilasiz, har qanday ish ko'zingizga ko'rinmaydi. Hamma narsa dunyo to'xtasin deysizda, diqqatingizni farzandga qaratasiz. Farzand mana shunaqasiga o'ziga keragini olib oladi o'sha paytda. Demak, farzandlar bilan munosabatda eng garmoniyaga keltiradigan narsa bizani bu farzandga sevgi bera olish. Bizani ota-ona sifatidagi eng katta vazifamiz, missiyamiz farzandlarga sevgini berish, ulashish. Demak, farzand juda katta signal ona uchun, ota-ona uchun. Qachonki ota-ona bir-biri bilan kelishmay qolganda, ota-ona bir-biri bilan juda katta nafratga kirib ketganda, munosabatlar yomonlashib, oiladan uzoqlashib qolganda, farzand darrov ularning diqqatini qaratish uchun yoki injiqlik boshlanadi yoki kasal bo'ladi, qandaydir yo'l bilan ota-onani qaytaradi, bir-birini tushunishga, bir-birini qo'llab-quvvatlashga, taslim bo'lishga, meniki to'g'ri, seniki to'g'ri degan pozitsiyalarni qo'yib olishga. Chunki farzandingiz kasal bo'lib turganda, o'zingiz ham juda ko'p kuzatgansiz, meniki to'g'ri, seniki to'g'riga o'rin qolmaydida, taslim bo'ladi, ota ham, ona ham majbur bo'ladi bir-biriga qo'l berishga va farzandini o'ylashga. Men birinchi darsida aytgandim. Bitta ayolni, ya'ni farzandi kasalligi, farzandidagi diagnostika tufayli, qulog'i eshitmasligi tufayli majburman turmush o'rtog'im bilan yashashga, chunki ajrashib keta olmayman. Chunki farzandim shundoq ham bu diagnostikada qiynalyapti. Hamma odamlar qatori emas. Endi men ajrashib ketsam turmush o'rtog'imdan yana bu travma bilan ham qiynalmasin deb butunlay taslim bo'lib, erkaklarni tan olib, ayolligimni tan olib, munosabatni garmoniyaga keltirishga majburman deb xulosasini bo'lishganda, xuddi o'sha ayol holatidek farzandlar bizani majbur qiladi munosabatlarni garmoniyaga keltirishga. Bu bilan nima demoqchiman? O'sha paytda agar farzandlarni eshitishga kirmasakda, farzandlar bizga signal berayotganligini, bizani o'stirayotganligini tushunmasdan, anglamasdan vaziyat bilan kurashsak, nega mening farzandlarim bunaqa injiq, bunaqa to'polonchi, nega bunaqa kasal bo'lib qolaveradi deb battar ular bilan urushishga, ulardan alamingizni olishga, ularga jahlingizni ko'rsatishga, o'zingizga qiyin bo'lib turganda battar ular sizni qiynayotganiga kirib ketsangiz, bu munosabatni yana chigallashtiradi, yomonlashtiradiki, oiladagi vaziyat garmoniya tiklanmaydi. Shuning farzand bilan bo'layotgan jarayon bu signal.
sizdan diqqat so'rayapti, e'tibor so'rayapti, o'sha paytda borsigingizni bering, vaqtingizni ajrating, to'yintiring va har doim ayting, men ishda bo'lganimda, ishga diqqatimni qaratganimda bil, men ishimni tugatib, yakunlab har doim yoningga kelaman, vaqt ajrataman. Ya'ni meni farzandim kichkina bo'lsa ham, tushunsa tushunmasa bilan aytaman, men hozir ishlarimni qilib olyapman, ishlarimni qilganimdan keyin senga vaqt ajrataman. Mana shunday tushuntirganimda, unda kechayotgan jarayonlar, deylik, u qaysidir payt shamollab qolib, temperatura qilib, meni ishdan o'ziga fokusimni olmoqchi bo'lsa, to'g'rilanib ketadi darrov. Meni ham ko'nglim xotirjam bo'ladi. Ya'ni o'zimni ayblashga kirib ketmayman-da, ishga berilib ketib, farzandimga qaray olmay qoldim deb har doim o'zimga aytaman, hozir missiyamni bajaraman, bilimimni beraman va bilim orqali, bilim berish orqali katta energiya to'playman, chunki mazza qilaman bundan va to'plagan energiyamni o'zimga, bolamga yo'naltiraman keyin. O'zim ham tinchlanaman, bu narsani aytganda ham aytaman, ham qilaman ham buni. O'zim ham tinchlanaman, farzandim ham tinchanadi, turmush o'rtog'im ham tinchlanadi. Hop, shuning uchun farzandlar qanaqadir joyga ketayotganda maslahatni chigallashish emas, tushunish kerak bo'lyapti, e'tibor kerak bo'lyapti ularga. Beshga tayyorligingizni ayting, bo'lishing, ularni quchoqlang, mehringizni ular darrov. Endi bu kichik yoshdagi farzandlar katta yosh, biroz kattalashi ham 12 o'tish davriga, 12 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan farzandlarda ham ishga qilishni boshlaydi, sizni maktabga chaqirishadi, sizni nima qilsa ham e'tiboringizni tortishni boshlanadi. Men ham xuddi shunaqa, sizlarga kichkina kattalarga e'tibor bermay qo'ygan paytingiz bo'lishi mumkin. U o'shanda ko'chada ishgal qilish orqali mehringizni anglamagan holatda tortmoqchi bo'ladi. Ota-onalar majlisiga sizni chaqirishadi, farzanding yomon deyishadi, buzilishadi. O'sha paytda mutlaqo kirib ketmang. O'g'lingiz bo'lsa o'g'lingizni, qizingiz bo'lsa qizingizni jazolashga. O'tiring, gaplashing, vaziyat nima bo'ldi, yechimiga olib kelishga harakat qiling va biling, bu suhbatlar yechim bo'lolmaydi aslida. Yechim nimada? Diqqatingizni farzandingizga qarata olish, har bitta farzandingizga teng mehr bera olish, sevgingizni bir xilda bera olish. Mana shugina farzandingizni tinchlantiradi. Ota-onam meni ham yaxshi ko'rarkan, meni ham orqamda qo'llab-quvvatlab turuvchi inson bor. Shuning uchun men tanbeh orqali, direktorlarning e'tiborini tortish orqali maktabda, o'qituvchilarning e'tiborini tortish orqali bunaqa ota-onam ular chaqirib, keyin ular menga katta farzandim ham bor deb qarashlarini tortib olishim shart emas degan tinchlanishga keladi va bunaqa ko'chada ishganlarni to'xtatadi. Shuning uchun jazolashga kirib ketish kerak emas, sevgi va qo'llab-quvvatlash bilan buni yechsa bo'ladi. Yana bitta narsani bo'lishmoqchiman. Bizda mana shu farzandlarga sevgi berish, ularni qo'llab-quvvatlash teng taqsimlanmaydi. Ayniqsa kichkina farzandlar tug'ilganda kattalarni butunlay unutib qo'yamiz. Kattalariga hech narsa olib bermay qo'yamiz. Yoki o'rtancha farzandlarga, katta farzandlarga nima olingan bo'lsa, o'rtancha farzandlarga uni beramiz. Kichkinasini muhimlik darajasini oshirib boramiz. Mana shunaqa paytda ham farzand bilan munosabat yomonlashadi. U sizga juda ham, ayniqsa kichkina o'rta yosh emas, o'rtancha farzandlar sizga juda bog'lanib qoladi. Ayniqsa bu 3-5 yoshli kichkina bolalarda ko'rinadi. Ayol kishi bo'lsangiz aniq bilasiz. Qayergadir ketayotgan bo'lsangiz, o'rtancha farzandingiz yopishib oladi etagingizga, qo'yib yuborgisi kelmaydi sizni. Tashlab ketgisi kelmaydi. Har doim sizdan mehr, e'tibor talab qilgan bo'lib qoladi. O'sha paytda farzandlarni urish, nimaga bunaqa bo'lib qolding, yopishqoq bo'lib qolgansan, meni tinch qo'y degan gap so'zlar bilan masalani hal qila olmaysiz. Aksincha, unga travma tushirib qo'yasiz. Men kerak emas ekan, ota-onamga his uyg'onib ketadi bunda. Biling, gapni tagida signal bor. Darrov o'z signalni o'qing, ongli bo'lingda. Demak, men o'rtancha farzandimni hozir butunlay darajasini tushirib yuboribman. Kichkina farzandimni muhimligini oshiraman deydi, taningda darrov ularni teng o'rin qo'ying. Kichkina quchoqlaganda, erkalaganda ularni ham quchoqlang. Yaqinda bitta rolik ko'rdim, juda ta'sirlantirdi. Katta yoshli o'g'il farzandi bor ekan, ikki kichkina chaqaloq bor ekan. Oilani balki ijtimoiy tarmoqlarga katta yoshli o'g'il kichkina chaqaloqni qo'ldan tushirib yuboradida, boradi, qo'yib ketadi. Chunki chaqaloq yosh uzoq masofadan tushib ketib qolganda baqirib boradi, otasi yugurib keladi, chaqaloq quchoqlaydi. O'sha kichkina chaqaloq quchoqlagandan keyin o'sha katta o'g'ilni quchoqlaydi. Juda ta'sirli, insonni yig'latadi. Siz shaxsan meni ta'sirlantirdi. Katta farzandni ham quchoqlaydida, aytadi, sen aybdormassan bunga deydida. O'sha payt mana shu to'g'ri pozitsiya. Ya'ni kichkina farzanddan tushib ketishda katta farzand aybdor emas. Agar o'sha paytda katta farzand tarilsa, kichkina farzandni tushirib yubording. Katta farzand tarilsa, sen aybdorsan degan his unga berilsa, nega qaramading? Katta bo'lib farqiga bormadingmi? Ko'zing qayerda? Diqqat qilsang bo'lmasmi degan narsa berilganda farzand qanaqa qabul qiladi? Demak, men bo'lmas ekan, ushlash mumkin, tarish mumkin, menga berish mumkin. Lekin ota-ona kichkina farzandni nima qiladi? Qo'yib ota-ona ekan. U har doim travma bilan muhim emasligini har doim o'zini isbotlagisi keladi. Keyin nima bo'ladi? Ota-onaga o'zini isbotlash uchun hujjat keladi, ota-onani diqqatini tortish uchun va hamma joyda qanaqa yo'l bilan, yaxshi yo'l bilan bo'lsa ham, yomon yo'l bilan bo'lsa ham o'zini muhimligini borligiga ko'rsatish kerak bo'lsa, chunki ota-onasi o'tadi, his qolib ketdi unda va ota-ona bilan munosabat yaxshi bo'lolmaydi.
ota-onaga o'zi kerak his qiladi va ota-ona o'chakishganda onaga qaytadan, otaga gap qaytib, ularni eshitmaganda ozgina katta bo'lishib boshlaganda bunaqa ko'rinishda o'zini namoyon qilishni boshlaydi. Chunki vaqtida sizlar meni eshitmagansizlar, qo'llamagansizlar, men ham sizlarga berolmayman qo'llab-quvvatlashni degan nazar bo'ladi. Shuning uchun farzandlar ko'payganda harakat qilish kerak maksimal darajada teng taqsimlashga. To'g'risi men bilmayman, farzand ko'p bo'lganda qanday teng taqsimlanadi bu narsa. Men o'ylayman, har bitta ota-onani baribir ichida har bitta farzandiga nisbatan his bir xil bo'ladi, bir xilda yaxshi ko'radi. Biz balki ko'rmay o'sganmizmi yoki o'zimizga ham shunaqa munosabat qilinganmi, kichkinani kattadan, kattani kichkinadan ajratib olamiz. Ba'zan buni bilib bilmasdan qilamiz. Shuning uchun harakat qiling, farzandlarga teng sevgi berishga, teng taqsimlashga, unga kiyim olib berayotganda, sovg'a olib berayotganda har doim bir xil olib berishga. Yana bitta rolik ko'rdim yaqinda, farzandlari bittasi 3 yosh, bittasi 4 yosh ekan, ota-onani va 3 yosh 4 yoshga tug'ilgan kun degan narsani tushunmaydi, farqi yo'q. Katta akasini, deylik 4 yoshli akasini tug'ilgan kuniga unga sovg'a olib berishganda 3 yoshli ukasi menga qani dedida, "Sening tug'ilgan kuning emas-ku bugun" desa, yig'laydi u. To есть tushunmaydi, nega akamga olib berib, menga olib bermayapti. Ota-ona akamni yaxshi ko'rib, meni yaxshi ko'rmas ekan demak deb o'ylaydida. O'sha paytda bu rolik ham keng tarqalib ketgan ekan. O'sha paytda ota-onasi u yig'lashi bilan quchoqlaydida, "Senga ham olgandek reaksiyang ko'rmoqchi edik" deydida. Unga ham beradi sovg'ani, bir xil olgan bo'ladi. Nima demoqchiman? To'g'ri anaqa ketgan, pozitsiya ketgan farzandlarga bo'lgan munosabatda o'sha joyda. Demak, mana shu joylarga ahamiyat bering. Ota-onani farzandga bera oladigan eng katta narsasi bu sevgi, mehr. O'zi sevgingizni, mehringizni berganingizni, qo'llab-quvvatlashingizni berganingizni, yoningizda ekanligingizni ko'rsatganingizni har doim farzand sizga xuddi shu pozitsiyadan turib harakat qiladi. Ya'ni sizni yaxshi ko'radi, mehrini beradi, qo'llab-quvvatlashini beradi. Necha yoshga kirishdan qat'iy nazar, katta bo'lib ulg'aygandan keyin ham sizga talpinadi har doim. Sizni qaysi masofadan turib bo'lsa ham qo'llab-quvvatlashga, xabar olishga tayyor bo'ladi. Juda katta chegarada, bosimda o'sgan bo'lsa, bu farzand ota-onadan qochib ketadi. Chunki ota-onani istaganda, ko'rganda har doim chegara va bosimni his qiladi va bera olmaydi u sizga nimadir. Tak. Farzandlar bo'yicha hozircha mana shu, yana farzandlarni urish bo'yicha ko'pchilikdan savol kelgan, bularni bo'lishaman. Farzandlarni urish ko'pincha biza turli sabablarga ko'ra buni amalga oshiramiz. Ko'pchilik ayollar farzandlardan qurol sifatida foydalanadi. Ya'ni turmush o'rtog'i bilan ma'lum bitta savollarni hal qila olmaganda, turmush o'rtog'iga ma'lum bitta gaplarni ayta olmaganda, farzandiga agressiyasini chiqarish orqali turmush o'rtog'i bilan savolni hal qilmoqchi bo'ladi. Ya'ni qiynalib ketdim, ayol qiynalgan, nimadir hal qila olmayapti, nimadir uyda yoqmayapti. Farzandiga aytish orqali turmush o'rtog'iga eshittirmoqchi bo'ladi, nimalar unga yoqmayotganligini. Va farzandni urish orqali jahli chiqayotganligini, ayolga e'tibor kerakligini, ayolga dam kerakligini, ayolga qo'llab-quvvatlash kerakligini ko'rsatadi. Ya'ni jahli chiqib ketgan paytda ko'pincha turmush o'rtog'ingiz nima bo'ldi degan savolni keyin beradida. Ungacha siz oiladan, farzandlardan charchab ketgansiz, turmush o'rtog'ingiz hech ham so'ramayotgan bo'ladi, hech ham senga yordam kerakmi, dam kerakmi, nima xohlayapsan, nega holating tushkun degan savolni bermaydi. Chunki erkaklar odatda kimnidir kayfiyati qanaqaligiga e'tibor bermaydigan mavjudlik. Ularda shunaqa, ularning tashvishi, uy hayoli boshqa. Ayollarga o'xshab hammani kayfiyatiga qarab yurmaydi-da, buni his qila olmaydi. Shuning uchun biz ayollar ko'pincha erkak bizga qarashi, diqqat qaratishi uchun, hal qilmayotgan, hal bo'lmayotgan savollarni yechib berishi uchun farzand urib, bizga og'ir bo'layotganligini farzandga chiqarib olish orqali erkak kishining diqqatini qaratmoqchi bo'lamiz. Bu umuman ishlamaydigan fishka. Turmush o'rtoq o'sha paytda sizga nima bo'ldi deyishi mumkin, lekin sizga og'ir bo'layotganligini tushuna olmaydi. Nega tushuna olmaydi? Bu xuddi shunaqa, mana o'zingiz ham tasavvur qiling. Ota-onangiz har kuni urishganda, ular bir-biriga gapirganda, siz ota-onangizga nima kerakliligini tushunib yetganmisiz o'sha payt? Tushunib yetolmaysiz. Shunchaki uyda janjal, hozir qochingiz kelyapti, farzand sifatida sizga og'ir, bekingiz kelyapti-da. Ya'ni ular bir-biriga aytayotganda, siz ularni his qila olmaysiz. Sizga og'ir va qochingiz keladi. Xuddi shunaqa. Siz farzandingiz bilan urush janjal qilayotganingizda, turmush o'rtoq sizga nima kerakliligini va o'rtada nima bo'layotganligini tushuna olmaydi. Unga bu holat yoqimsiz va u qochgisi keladi bundan. Nima yechim bo'ladi? Farzandingizni urishish, u bilan uni urish, uni jazolash orqali turmush o'rtog'ingizni e'tiborini tortishdan butunlay chiqing, yechimga olib kelmaydi. Buni umuman foyda yo'q. Yaxshisi o'tirib turmush o'rtog'ingiz bilan gaplashish orqali hal qiling buni. Ya'ni ayting, siz dam xohlayotganingizni, bolalardan charchab ketganingizni yoki shunaqa kun qilib olingda, farzandlaringizga qaraydigan odam bo'lmasa, haftani qaysidir kunlari turmush o'rtog'ingiz butunlay qarasin, siz chiqib keting uydan, butunlay uy demarkatsiyasidan chiqib keting ko'chaga, dugonalaringiz bilan ko'rishadigan, go'zallik salonlariga boradigan, kosmetologlaringizga boradigan kun bo'lsin o'sha. Butunlay o'sha kun dam olish kunlarimida belgilab oling. O'sha kun butunlay o'zingizga ajratadigan, o'zingizga kelib oladigan dam kuni bo'lsanda, siz sevgiga, mehrga, energiyaga to'yinib uyga qayting. Hojat bo'lmasin kimnidir urish orqali eringizdan e'tibor olishga. E'tiborni ongli holatda olish kerak. Bu yechim bo'la olmaydi. Ya'ni siz qancha farzandingizni uring, qancha uni urishmang, kelinim
qizimga aytaman, kelinim eshit degan qabiliyada qilmang, turmush o'rtog'ingiz eshitmaydi, nima kerakligini anglolmaydi. Va yechim uchun harakat qilmaydi. Shuning uchun faqat gaplashish kerak, nima kerakligini aytishingiz kerak va eng avvalo o'zingizga ongiy ruxsat berishingiz kerak. Nima xohlayapsan, nimalarni senga bermadim, bu qadar agressivniy bo'lib qolding degan o'zingizni eshitish, o'zingizni xohishlaringizga hurmat va erkinlik bo'la olish kerak. Tak. Shundagina farzandni urish orqali qanaqadir manipulyatsiya qilish harakatlaringiz to'xtaydi. Va bu farzandga bugun juda katta travma tushirib qo'yasiz. Bu orqali nimadir olmoqchi bo'lsangiz, bu foydadan ham ko'ra zararni katta beradi va bumerang qonunlari orqali, aks qonunlari orqali, borliq boshqa qonunlari orqali u sizdan nima olgan bo'lsa, katta bo'lganda bundan ortig'ini bera olmaydi. Tak. Mana shu farzandni urishda. Yana nima sabablarga ko'ra farzand urish mumkin? Turli sabablari bor. Hammada individual holat bo'ladi. Men ommaviy bo'lgan sabablardan birini aytdim. Yana bir ommaviy sabablardan biri farzandingizda butunlay turmush o'rtog'ingizni ko'rish, qaynonangizni ko'rish-da, qiz farzandingizda yoki umuman turmush o'rtog'ingizni rodini ko'rish, ularni ko'rib, ularga bo'lgan nafratingiz bunda farzandingizni aks ettirish orqali undan o'ch olishga kirib ketish, anglamagan holatda uni ajratib qo'ygingiz kelishi, uni jazolagingiz kelishi, uni urgingiz kelishi, bu holatda bunaqa karmik holatga ko'tarilib ketadi. Nima qilish kerak? Ongli qarash kerak. O'ch olganingizdan ma'no yo'q farzandingizdan. Yaxshisi ishlab olingda, ya'ni turmush o'rtog'ingizga turmushga chiqdingizmi, to'liq bu oilani qabul qilishga, tan olishga, bu oila sizni o'stiruvchi oila ekanligini, qaynonangiz bormida, turmush o'rtog'ingiz ortida qanaqa uni ajdodini oilasi bor. Bu oila sizni to'liq aksiz, to'liq sizni o'stirishga xizmat qiluvchi oila ekanligini qabul qilib ishlab olish kerak. Toki mana shu narsani qabul qilib olmagunizcha ularga reaksiyangizni bildira olmaysiz-ku, qaynonangizga bildira olmaysiz, turmush o'rtog'ingizga, uni qarindoshlariga reaksiyangizni bildira olmaysiz, ularga bo'lgan nafratingizni farzandingiz orqali chiqargingiz keladi. Shuning uchun to'liq qabul qilib olish kerak. Bu oila menga hech qanaqa zarar bermadi. Ulardan qanaqa munosabat ko'rgan bo'lsam, ularni hammasi meni o'stirishga xizmat qilgan va men tashakkurlik bildiraman. Tashakkurlik bildiraman deb ularni qo'yib yuborish kerak. Va yana bitta tomoni tushunishingiz kerak, siz ko'rgingiz kelgan bo'lgan vaziyatni ko'rdingiz. Erkaklar haqida, qaynona haqida qanaqa nazarlaringiz bor bo'lsa, o'sha nazarlarning aksini ko'rdingiz. Shuning uchun ular sizga buni aks ettirdi. Ularda ayb yo'q va ular aslida shunaqa inson bo'lganligi uchun sizga o'zini shunaqa tutishmayapti. Shunchaki sizni aks ettirgani, sizni tanlovlaringizni, hayotga bo'lgan nazaringizni aks ettirgani uchun ular shunaqa tutishyapti o'zini. Va farzand orqali ularga bo'lgan alamingizni chiqarib olishdan foyda yo'q. Bu faqat travma olib keladi farzandingizga. Ularni qabul qilib qo'yib yuborish kerak bo'ladi. Qanaqa inson bo'lish kerak bo'lsa, bo'lishiga ruxsat berib olish kerak bo'ladi. Tak. Farzandlar bilan hozircha shu. Men yana bitta narsani bo'lishaman. Bizda yana bitta shunaqa narsa bor. Mana shu farzandlarni, katta-kichik farzandlarni o'rniga qo'ya olmaslik bilan bo'lishishim kerak bo'lgan narsa bu turmush o'rtog'imizni hayotimizni muhimlik darajasini tushirib boramiz. Ba'zan farzanddan ham orqaga. Farzanddan ham orqaga tushib ketadi. Bizga yosh tug'ilgan farzandimiz onalar uchun birinchi o'rin bo'lib qoladi. Keyin ikkinchi farzandimiz bo'lsa, u muhim bo'lib qoladi. Turmush o'rtog'i eng oxirida va ota-ona hayotimizda juda muhim o'rin egallab qoladi. Har doim erimiz bilan janjal qilganda, kelishmovchilik nimadir bo'lib qolganda aytishni boshlaymiz. Sen menga hech kimsan-da, agar bor bo'lsa hayotingizda, yo'q bo'lsa qarab ko'ring, boshqa hislaringiz, nazarlaringiz ham yo'qmi bu? Sen menga hech kimsan, men sen bilan ajrashaman, lekin ota-onamni birinchi o'ringa qo'yaman, ota-onamni tanlayman-da. Ayol agar bu hislarda bo'ladigan bo'lsa, turmush o'rtog'im doim buni ko'rsatadi. Turmush o'rtog'i qanaqa ko'rsatadi? Ayolni ota-onasini juda qattiq yomon ko'radi, opa-singillarni juda qattiq yomon ko'radi. Har janjallashayotganda eslatadi. Sen mana shu oilaning farzandisan, sen opangga, akangga, otangga o'xshab ketyapsan. O'zim men bilgandim. Shularga o'xshab qolishingni-da, ya'ni har doim ota-onangiz bilan o'chakishadi, kurashadi, chunki erkak bilib turadi. Men shunchalik harakat qilsam ham, shunchalik bu oilaga harakat qilib, o'zimdan nimadir berishga harakat qilsam, bu ayol ko'rmayapti. Meni bir tiyinga chiqarib, o'zini ota-onasini birinchi o'ringa qo'yib turibdi degan hissa bo'ladi. U bilganligi uchun ham siz ota-onangizni birinchi o'ringa qo'yib yuborganingizda ota-onangiz bilan energetik jang qiladi va har doim sizni oldingizda ularni tushirmoqchi, ularni haqorat qilmoqchi bo'ladi. Shu uchun agar ota-onangiz haqida gap ketib, ularni haqorat qilishga, ularni sizni oldingizda obro'yini tushirishga harakat qilayotgan bo'lsa, darrov anglang, demak men turmush o'rtog'imni o'rnini tushirib yuboribman oilada pastga judayam. Shuning uchun u bu shunaqa qilyapti. Va darrov to'g'rilang, ya'ni tushunishingiz kerak, oilada siz va turmush o'rtog'ingiz bu eng asosiysi. Va siz oila qurdingizmi, siz uchun eng birinchi o'rinda bu turmush o'rtog'ingiz bo'lishi kerak, ota-ona emasda. Turmush o'rtog'ingiz bo'lishi kerak. Siz munosabatingiz yaxshi bo'lsa, keyin farzandlarga mehr bera olasizlar birga. Lekin siz turmush o'rtog'ingizni chetga surib qo'yib, butun diqqatingiz o'zingiz ota-onangizda va aka-ukalaringizda bo'lsa, sizni diqqatingiz bu oilani o'stirishga va bu oilaga sevgi berishga diqqatingiz bo'la oladimi? Bo'la olmaydi. Butun diqqatingiz ota-onaga va aka-ukalarga sevgi berishda bo'lib qoladi. Tushuning, ota-onangizni o'zini turmush o'rtog'i bor, aka-ukalaringizni o'zini oilasi bor. Oilasi yo'q bo'lsa, oila yaratadi. Sizni vazifangiz, yaratuvchi sizni shu oilaga olib kelib qo'ydimi, demak, beradigan birinchi bo'lib diqqat qaratadigan narsangiz bu yerda. Buni tan oling. Birinchi bo'lib sevgi ulashadigan insoningiz turmush o'rtog'ingiz va undan keyin farzandlar.
bunga butunlay o'zingizni berib yuborganingizda, turmush o'rtog'ingizni o'zingizdan keyin birinchi o'ringa qo'ysangizda, ya'ni oilada teng ekanligingizni his qilsangiz, darrov u ota-onangiz bilan kurashdan chiqib ketadi. Endi ko'pchilik erkaklar mana shunaqa deyishadi-da, ya'ni ayoliga, men senga men sendan istalgan paytda kecha olaman, onam birinchi o'rin. Sendaqa ayolni istalgan paytda topa olaman, 1000 marta ham uylanishim mumkin yana, lekin menga ota-ona topilmaydi, ota-ona birinchi o'rin deb ayolni butunlay tushirib yuborishadi o'rnini. Anglash kerak. Siz o'sha paytda o'ylamang, turmush o'rtog'im meni tushirib qo'yibdi, ota-onasini birinchi o'ringa qo'yadi deb o'ylamang hech qachon, chunki siz ham shunaqa qilayotgan bo'lasiz, u sizni ko'rsatib berayotgan bo'ladi ichki holatingizni turmush o'rtoq. Siz ham allaqachon turmush o'rtog'ingizni oxirgi o'ringa qo'yib, u odam menga hech kim, men istalgan paytda ketib qola olaman, istalgan paytda tashlab ketishim va ajrashib ketishim mumkin. Men har qanday holatda ota-onamni taniyman, ular menga hayot bergan, ular meni tarbiya qilgan, juda katta mehnat qilishgan deb o'ylasangiz, erkak shuni ko'rsatib beradi, ya'ni onam birinchi o'rin, sen men uchun hech kimsan deydi. Bu degani oilada juda katta degradatsiya ketyapti degani. Shuning uchun buni to'g'irlab oling har doim. Biling, turmush o'rtoq siz uchun birinchi o'rin bo'lishi kerak. Unga oxirigacha yuragingiz ochilgan bo'lishi kerak. Uni tanlov qilganingizga o'zingizga hurmatingiz baland bo'lishi kerak. Yaratuvchi sizga shu insonni bergani uchun ishonchda bo'lishingiz kerak. Shu oiladamiz, demak, bera oladigan narsangiz hozir shu yerda. Bu erkakning yonida, bu erkakka berishingiz kerak. Bor ichingizda borsagina va bu yerdagi farzandlarga berish kerak. Mana shuni qabul qilib, butunlay turmush o'rtog'ingizni qabul qilib, bu inson bilan bitta yo'lga chiqqaningizni tanlov qilib, ikkilanishlardan chiqib, istalgan paytda men seni ezib ketaman, istalgan paytda tashlab ketaman, istalgan paytda ajrashib ketishim mumkin degan xayollardan chiqib, butunlay yo'ldoshingiz ekanligini, hamrohingiz ekanligini tan olganingiz turmush o'rtog'im xuddi shuni ko'rsatishni boshlaydi. Ya'ni ota-onam bu meni ota-onam, lekin sen meni ayolimsan. Bu oilada eng muhim inson sensan. Meni oilamda muhim insonlar bu ota-onam. Ota-onamga bo'lgan sevgim har doim qoladi, lekin bu oilani biz birga yaratdik. Mana shu nazarda bo'ladi. Shuning uchun hech qachon kurashga kirib ketmang. Meni aka-ukalarimni yomon ko'radi turmush o'rtog'im, meni ota-onamni yomon ko'radi. Bu o'zi shunaqa yomon inson. Menga ota-onamga borishga ham ruxsat bermaydi degan sarobaga kirib ketmang. Shunchaki siz o'zingizdan turmush o'rtog'ingizni eng oxirgi o'ringa qo'yib qo'yibsiz. Shuning uchun u ham sizni va ajdodingizni yerga urish orqali tushirishga harakat qilyapti. Tak. Yana nima? Xuddi shunaqa ota-onani o'zini o'rniga va turmush o'rtog'ingizni o'zini o'rniga qo'yib, ichki holatingiz to'g'irlanganda turmush o'rtoq darrov to'g'irlanadi va farzandlarda ham xuddi shunaqa qilasiz. Katta farzand bu katta farzand, ikkinchi farzand bu ikkinchi va uchinchi farzandni birinchi o'ringa qo'yib olib, hamma narsadan ustun qo'yishni boshlasangiz, qolgan ikkita farzand siz bilan munosabat yomonlashadi, o'chakishni boshlaydi siz bilan. Nafaqat siz bilan, kichkinasi bilan ham o'chakishni boshlaydi. Agar oilada bir-birini farzandlar urushayotgan bo'lsa, bir-birini ajratib qo'yayotgan bo'lsa, tushuning, kichkina farzandni muhimligini oshirib yubordingiz, shuning uchun ular tushirmoqchi. Ular o'zini janjali orqali, farzandlar bir-biri bilan urushish orqali, uni o'rningni bil, joyingni bil, sen kelganingdan keyin bizga mehr yetmay qoldi deb unga bosim berayotgan bo'ladi. Ularga baqirib, o'tirib tarbiya bergandan foyda yo'q. Sevgini teng taqsimlasangiz, garmoniya bo'ladi, farzandlar bilan ham, turmush o'rtoq bilan ham. Tak, demak, farzandlar mavzusida mana shu edi sizga bo'lishmoqchi bo'lganlarim. Demak, bizda ancha chatlar kelibdi. Nimalar bo'lishdinglar, men bitta qarayman. Birinchi, ikkinchi, to'rtinchi darslarni eshitdim. Jonlida qatnashdim, kecha praktika qildim. Tak, bugun eshitdim, juda asabiy bo'lib qoldim. Otasidan nafratim yana ham qo'zg'ayapti. Tak, bolalarim ham bugun qayta-qayta qochib ketdi ogohlantirmay. Aha. Darslarni eshitib olaman, eshitib bo'lgandan keyin yodimdan chiqib ketadi. Albatta, darslarni eslab qolish kerak emas, his qilasiz chunki. Tak, onamni ham yana ayblab boshladim. Yaratuvchi o'zimligimni bilaman, lekin uzilish bo'lyapti. Opam bor, men o'rtada ukam bor. Doimiy inkor qilganman. Shu uchun onamga alamim juda ko'p. Aha, ongga qo'yib yuborasiz endi. Tak, ichingizda bor bo'lgan hislar marafon davomida ko'tariladi, lekin ma'lum bitta anglashga kelib qo'yib yuborasiz. Buni darsda eshitgan saringiz anglab qo'yib yuborasiz yoki o'zingizga eslatib qo'yib yuborasiz. Ya'ni onamga alamim bor, shuncha yil alam his qilishga yetarli sabablarim bo'lgan, lekin bundan buyog'iga men onglayman-da. Menman hayotim yaratuvchisi, meni o'sishim uchun bular hammasi xizmat qilgan, men tanlaganman, ular aybdor emas. Men endi bu tanlovni qila olaman. Butun kuchimni aybdorlikka, kimdandir g'azablanishga yo'naltirmoqchi emasman. Mana shunaqa qaraladi. Tak, Sarvinoz, erkak ichkilik ichmasligi uchun ayol nima qila oladi? Aha, iltimos shu mavzularda javob bersangiz xursand bo'lardim. Aha, savol uchun rahmat. Juda aktual, zo'r savol. Aha, o'xu butun buzilish so'z joyi yo'q-ku. Oxirgi gapni tushunmadim. Zaynura Sattarova. Demak, ichkilik mavzusida savolga javob beraman. Ichkilik mavzusi, qarang, erkak nimani ola olmayotgan bo'lsa, ichayotgan vaqtida u shuni olyapti. Shuning uchun ichyapti, ichishga majbur. Deylik, erkak erkakligini his qila olmasa, erkak bo'shasha olmasa,
turli sabablarga ko'ra erkak ichadi va erkak ichganda kuzating, u nima xohlayapti erkak. Qanaqa tutyapti o'zini. Mana bir xil erkaklarni ko'rsangiz ichganda giroy bo'lib ketadi. Hammani o'ldiraman, hammani so'yaman, pichoqlayman, meni to'pponcham bor, men aslida buyuk insonman, hammaga kuchim yetadi. Nima xohlayapti bu erkak? Bu erkak giroy bo'lishni xohlayapti. Yonidagi ayol ich-ichidan erkaklardan shu qadar nafratlanadiki, u ayol uchun bu erkak bir tiyin. U erkakdagi zarracha giroylikni ko'rolmaydida, qahramonlikni ozgina bo'lsa ham ko'rolmaydi. Bu erkak o'zi pastkash, bu meni qiynagan, erkaklarning hammasi bir go'r degan hisda yashaydi u ayol. U ayol agar butunlay erkaklarga nazarini o'zgartirib yuborib, yonidagi erkakning turmush o'rtog'ini shunchalik qahramon ekanligini, shuncha yil bu ayolga juda katta baxt berganligini, juda katta bu ayolni baxtli qilganligini, bu erkak juda katta qahramonliklar qilib oilasini va farzandi uchun juda ko'p mehnat qilganligini ko'ra olsa, har qadamda bu ayoldagi, bu erkakdagi giroylikni ko'rib ichida tan olsa, demak erkakka bu energiya yetarli bo'ladi. Ya'ni qahramonlik energiyasi yetarli bu erkakka. Va u qahramonligini shundoq ham ichmaganda ham his qila oladi. Lekin ayoldan juda katta mehnat kerak. Albatta bunga kelib olish uchun, chunki ayol ham juda katta nafrati erkaklarga katta bo'ladi va har ichganda bu nafrati qo'zg'alib ketaverib, ayol ham juda charchab qolgan bo'ladi. Ayolda ham osonlikcha kuch bo'lmaydi. Erkaklarda butunlay qahramonlikni tan olib, erkaklarni sevib qochirib ketishga ancha yillik mehnat, lekin butunlay siz erkaklarda mana shu narsani ichki holatdan kelib olsangiz, erkaklarni hurmat qilishga, undagi qahramonlikni ko'rishga, demak erkak uchun bu energiya yetarli. Ichidan his qiladi. Bu oilaga kirdimi, uni tan oladigan ayol bor. Tasavvur qiling, turmush o'rtog'ingiz kirib keldi, umuman u inson bor. Siz u inson borligidan butunlay uchyapsiz-da, qahramonligini tan olyapsiz. Siz uchun u bitta, yagona. Boshqa hech qaysi erkakda topolmaysiz bunaqa xarakteristikani. Mana shu energiyani his qilganda, u oilaga kirganda har doim qahramonligini his qiladi. Shart emas u ichib olib, keyin o'zini ko'rsatishida, bu hislatini ochishi, o'zidagi erkaklikni keyin tan olishi shart emas. Yoki ba'zi bir erkaklar hamma erkak har xil sababga ko'ra ichadida, uni ayoli his qilish kerak. Erkak ichganda nima xohlayapti, qanaqa tutgisi kelyapti o'zini. Shunaqa bo'ladi, erkak bo'shasha olmayotgan bo'ladi. O'ziga talabi juda katta. O'zini ozligini ham qo'yib yubora olmaydi. Juda o'zini mas'uliyatli his qiladi. O'ziga talabchan o'qituvchi ichidan-da, erkak bunaqa bo'lishi kerak, erkak bunaqa bo'lishi kerak, erkak mas'uliyatli bo'lishi kerak, erkak kulmasligi kerak, erkak xullas erkak bunaqa bo'lishi kerak degan talab bilan yeb tashlagan. Faqat ichganda uni miyasi o'chadi, ichganda bo'shashadi, ichganda xotinini yaxshi ko'rib qoladi, ayolini, ichganda gul bera oladi, ichganda ruxsat berib yuboradi o'ziga, anaqa erkak bo'lishga, yumshoq erkak bo'lishga, ayollarga sevgi berishga-da, o'sha paytda ruxsat bera oladida. Ayol mana shunaqasiga unga yordam bera olish kerak. Ya'ni uni yonida xuddi shunaqa erkakka talabi katta ayol yashayotgan bo'ladi. Erkak degani ham shunaqa bo'ladi. Erkak kulmasligi kerak. Bu nam erkaklarni ko'rganda, u ayol har doim ko'chada ko'rganda erkak degan ko'p gapirmaydi, erkak degan ayolga gap otmaydi, maslahat bermaydi, namuncha mishg'ov ekanda. Mana ayolning nazari shunaqa erkakka talabi ko'p. Shuning uchun u faqat ichganda bo'shashadi. Ayol nima qilishi kerak? Butunlay erkakka talablarni qo'yib yuborish kerak. U qanday erkak bo'lsa shunday erkak. Mumkin u inson xohlasa yig'laydi, xohlasa nimadir muammolarni hal qila olmaydi erkak kishi ham, xohlasa kuladi, xohlasa maslahat beradida. Inson u xuddi sizga o'xshab bu hayotga hamma narsani o'rganib qolgan emas, tajriba olish uchun kelgan. Nimadir dardida yashayapti, nimadirdan o'tib, u ma'lum bitta tajribadan o'tib, ma'lum bitta ong darajasiga kelyapti. Shuning uchun erkak nima xohlayapti, o'sha narsani ichgan-ichmaganda ayol bera olish kerak. Bera olganingizda erkakda juda katta xohish bo'lmaydi, ichish orqali o'ziga buni berishga. Tak, endi u uchun bu narsani berish uchun ayolda juda katta erkakka nisbatan sevgi bo'lishi kerak, xohish bo'lishi kerak, ishlay olish, oila va munosabatni yaxshilash uchun. Bezor bo'lib ketganingizdan, qochib ketganingizdan bo'lsa, juda katta kuch ketadi. Uni to'g'rilab olishingizga agar erkakka nisbatan sevgingiz bo'lsa-da, tayyor bo'lsangiz bu munosabatlarni ishlab butunlay boshqa darajaga olib kelib olishga, unda bor sevgingiz bilan, mehringiz bilan erkaklarga nisbatan nazaringizni ishlaysiz va erkak sizni ichki o'y-hayolingizni aks ettirib beradi. Men kecha darsda ham aytdim, har qanday erkak bu sizni ichki o'y-hayolingizni mahsuli. Yoningizda qanaqa erkak turibdi, siz o'zingizni o'y-hayollaringiz bilan bu erkakni shunaqa holatga olib kelib qo'ygansiz. Va eng plyus tomoni, ichingizda u erkak haqidagi nazar o'zgarsa bo'ldi, u erkak o'zgarib ketadi. Butunlay ichingizni aks ettiradi. Xo'p. Tak. Demak, mehribon bo'lib qoladilar. Ichganda mehribon bo'lib qoladimi? Demak, o'zingizga ham juda talablaringizni qo'yib yuborib bo'shashasiz. Butunlay o'zingizga shartsiz ayolga aylanasiz va erkaklarga bo'lgan talabni ham butunlay qo'yib yuborasiz. Shunda ichkilik orqali olmaydi bu narsani. Xo'p, katta farzandni ishonchli jam qilib, shu o'rinda o'zini g'alati katta bo'lishni istamasligiga qarab, harbiy o'yinchoq o'ynagan qo'rquv boshlandi. Harbiy bo'lsam o'lib ketaman degan hamma narsa bo'lishi mumkin. Sharasxon Mahmedov hamma narsada bolalarni anaqasi olib qoladi. Energetik boshqa hayotlar boshqa bu o'rinli, bu bitta tomon. Ikkinchi tomonda sizni o'y-hayollaringizni aks ettirishi mumkin. Ya'ni farzandingiz bu qo'llaringiz bu o'y-hayollaringiz bo'lishi mumkin. Buni aks etadi. Shu tomonni tutadi. Katta bo'lishni istamasligi, balki katta bo'lsa siz ota-onangiz sevgisini qo'yishni qo'rquvi bordir. Farzandingiz katta, har bitta farzand
kichkina farzandlarga nisbatan katta bo'lgandan keyin ota-onaning sevgisini yo'qotib qo'yishdan qo'rqadi, balki o'lim orqali, ya'ni o'lib ketishini aytish orqali sizni mehringizni olmoqchi bo'layotgan bo'lishi ham mumkin. Agar kichkina farzandlaringiz bor bo'lsa, uni teng qo'yasiz o'rnini. Katta farzandingiz bilan ham bir xil ko'rasiz, kichkina farzandingiz bilan ham, ya'ni teng shunda u sizni balki qo'rqitish orqali sevgingizni olishdan to'xtashi mumkin. Buni his qilib ko'rasiz. Rahmat, asal juda yaxshi javoblaringizni, bilimingiz bundan men endi yana mavzuga bo'lishmoqchiman. Munosabatlar bo'yicha bemalol savol bersangiz, men javob beraman. Bizda mavzu bor. Hozirgi davrda bo'layotgan siyosiy o'zgarishlar. Bu bo'yicha savol kelgan, bularni bo'lishaman. Qiziqmasa ham ularni qiziqsa, o'zingizni qarashlaringiz, savollaringiz bo'lsangiz bo'ladi. Men bo'lishaman. Hozirgi ko'rish juda ham aktiv bo'lib ketdi. Davrda bo'layotgan siyosiy o'zgarishlar. Bir qancha insonlar hayron, nega shu darajada ommaviy holatga kelgan, nega bunaqa siyosiy urushlar insoniyatni yangi zarar ko'rishga jim qarab turibdi. Nafaqat davlatlarni boshida turgan ma'lum bitta birlashmalar bunga jim qarab turibdi va nafaqat bunga yaratuvchida yerni ustida turgan boshqaruvchilar borliq miqyosida nega bunga imkon berilyapti degan savollar bor. Nima demoqchiman? Bulardan ko'pchilik qo'rquvga, vahimaga tushgan va inson ongining shunaqa xarakteristikasi bor. Qo'rquvni, vahimani va past to'lqinli informatsiyalarni tashishni yaxshi ko'radi. Insonlar ijtimoiy tarmoqqa tarqatayotganda ichida qanaqadir g'alati xursandchilik his qiladi, qo'rquv va vahimani tarqatayotganiga. Chunki bu shunaqa singdirilgan inson ongini anaqasi xarakteristikasi past to'lqinli informatsiyalarni tarqatishdan zavqlanish, past to'lqinli xabarlarni, qo'rquvni, vahimani tarqatishdan zavqlanish bu ishlanilmagan inson ongini xarakteristikasiga kiradi va juda ko'p insonlarda bu aktual. Buni tarqatgandan zavq oladi. E'tibor bergan bo'lsangiz, o'z zamon shunaqa narsalarda agar bo'lgan bo'lsa, zilzila ko'payib ketib, tabiiy ofatlar ko'payib ketib, urush janjallar haqidagi xabarlarni eshitganingiz bir on o'zida qo'rquv bosadi, bir on o'zida nima bo'larkan, qanday bo'layotgan ekan degan bir izlanish, ichingizda xursandchilik uyg'onib ketadi. Nima demoqchiman? Bir onni o'zida bu vaziyatlardan qo'rquvga tushish kerak emas va bir onni o'zida bu vaziyatga ongli qarash kerak deb hisoblayman. Aslida nega bo'ladi bu? Yerni kasallik tarqalgan yer tartibida ya'ni u xayoli shu darajada insonga xursandchilik va yo'qotuvli insonga u xayollarni to'lqin taratadi. U inson ongi bilan butunlay ongi bilan degradatsiya ketib qoladi. Shuning uchun inson tark kerak, o'zini filtrlayapti, tozalayapti va bu filtrlar oxirgi zamon keldimi? Qiyomat degani shunaqa bo'ladimi? Mana shunaqa savollar. Men din bo'yicha mutaxassis emasman. Din bo'yicha men juda ko'p bu faktlarni tekshirtirganman mutaxassislardan, dinni rostdan ipidan ignasigacha o'rganib, asl mohiyatini tushunib yetganlardan bu faktlarni tekshirtirganman. Shaxsan men turmush o'rtog'im ham din bo'yicha bilimlari ko'p va ulardan ham fikr almashib turaman bu bo'yicha va men fan tilida hozir o'zimni qarashlarimni bo'lishmoqchiman. Oxirgi zamon va dunyo endi butunlay yakunlanayotgani uchun bu ishlar ko'payib ketayotganligini anglatmaydi. Fan tilida bu qanday qaraladi? Oxirgi zamon bu har bitta inson uchun individual bo'ladi. Ya'ni bitta davr kelib, yerda butun insoniyat qirilib ketishi haqidagi fakt yo'q. Har bitta inson va har bitta xalq uchun individual bo'ladi. Ya'ni siz qachonki ongingiz yuqoriga ko'tarilib ketib, butunlay yaratuvchiga xos bo'lgan xarakteristikalarni o'zingiz uyg'otganingizda, yaratuvchiga yaqinlashganingizda, ya'ni uni birga bir akslantiruvchi holatiga kelganingizda, manmanlik, ego, og'riq, qo'rquv, ikkilanish, mana shunaqa past to'lqinli saroblarni tark etib, har bitta insonda birlikni ko'rganingizda, har bitta insonda o'zingizni ko'rgandekda, har bitta insonga yuragingiz ochilib, har bitta insonni sevishni boshlaganingizda, insonlarni yaxshi yomonga ajratmasdan har bitta insonda yaratuvchi yuborgan bitta tajriba o'tayotgan shaxsni ko'ra olganingizda, ong darajasida to'laqonli bunga kelinganda, inson bu yerdagi tajribani tark etadi. Shundoq. Nega tark etadi? Sababi bizning yerdagi mohiyatimiz, yashashimizdan asl mohiyat bu ongimizni yuqoriga ko'tarish. Shu uchun tajriba maydoniga kelganmiz bu yerga. Endi ongimiz bilan ishlab yerni tark etamiz. Nega? Chunki yer o'zini xizmatini berib oldi. O'zini tajribasini berdi. Tajribalar orqali biz o'sdik, uyg'ondik, ulg'aydik va yerni tark etdik. Va yer tark etilgandan keyingi hayot bu umuman boshqa, yerdan ko'ra tajribasi yengilroq bo'lgan, hayot osonroq bo'lgan boshqa bir воплощенияларда, boshqa bir tug'ilishlarda sodir bo'ladi. Endi xohlang qabul qiling bu informatsiyani, xohlang qabul qiling. Men hech kimni ishonchini, hech kimni qarashlarini o'zgartirish niyatim yo'q. Shunchaki siz qo'rquvga kirmasligingiz uchun va butunlay hayotdan rivojlanishda umidingiz o'zi oxirgi zamon kelib qolgan bo'lsa, endi nima qilaman, ustimda ishlab degan bir nima deydi, juda tor xayollarga kirib ketmasligingiz uchun men
insonlarni ongini uyg'otuvchi, o'stiruvchi mutaxassis sifatida bu informatsiyalarni berishim kerak. Bu meni vazifam, bu meni missiyam. Tak, hozir 1 daqiqa berasiz menga? Men telefonim zaryadi kamayibdi, zaryadga qo'yib olaman. Xo'p. Davom etamiz mana shu joyda. Insonni oxirgi zamon haqidagi qo'rquvlari bu shu, juda ham katta sarob fan nazarida bu. Ya'ni ommaviy kelmaydi bu. Ommaviy kelib, yer yakunlanishi bilan tark etiladigan jarayon emas va oxirgi zamon keldi degan bu qo'rqinchli narsa ham emas. Ya'ni oxirgi zamon degan inson ongini tugatilishi. Ya'ni inson ongi va ikkita ong mavjud. Inson ongi va yaratuvchi ongi deyiladi. Agar ongni yuqoriga ko'taruvchi bilimlarda bo'lsangiz, buni yaxshi bilasiz. Ikkita ong mavjud. Inson ongi bu manmanlik, ego, yaratuvchini unutib qo'yish, yaratuvchidan har doim o'zini uzoqda bilish, har doim qo'rquvda yashash, har doim umidsizlikda, ishonchsizlikda yashash. Mana shu ong, mana shu o'y-xayollar yakunlanishi degani. Bu oxirgi zamon, bu insoniyat ongining yakunlanishi. Bu shu bilan teng. Fan tilida, fan nazarida bu shu. Yana o'zingiz his qilib ko'ring, boshqa bilimlaringizga ko'ra bu qancha darajada haqiqatga to'g'ri kelyapti, haqiqatga qay darajada to'g'ri kelmayapti, bu mutlaqo o'zingizning tanlovingizdan, xohishingizdan. Ya'ni ishonasizmi, ishonmaysizmi, qabul qilasizmi, yo'qmi, bu shaxsiy tanlov har bir inson uchun. Endi shuning uchun bunaqa davrda bo'layotgan siyosiy urushlarda biza vahimaga tushish, qo'rquvga kirib ketish, umidsizlikka kirib ketish, ya'ni ma'no yo'q ekan, foyda yo'q ekan o'sishimdan, rivojlanishimdan, men yugurgilab yurgan ekanman, hayotimni o'zgartiraman deb, baribir gap ketadigan bo'lsa, men nima ham qilaman deb to'xtab qolishda, bu juda sarobiy his-tuyg'u. Har doim biling, filtr kelganda ongi tayyor bo'lmagan va yerga endi xizmat qilmayotgan inson ketadi. Shuning uchun biz aksincha bunaqa davrda ongimiz bilan ishlashimiz, o'zimiz bilan ishlashimiz va ongni yuqoriga ko'tarishimiz har doimgidan ham muhim. Biz ongimizni yuqoriga ko'tardikmi, demak, yerga bizani beradigan xizmatimiz katta bo'ladi va shuning uchun biz har qanaqasiga bu yerda qola olamiz. Ya'ni ongi qoloqlashayotgan inson, yerga xizmat qilmayotgan inson turli filtrlar orqali hayotni tark etadi. Bu urush ko'rinishida, bu boshqa bir shakllarda. Endi mana shu dunyoni siyosiy urushi bo'layotgan joylarida, juda katta aholi yo'qolayotgan joylarida bundoq bir tekshirib ko'rsangiz, ong darajasi, men mutaxassis sifatida nechinchi o'lchamda ularning ong darajasi bilan hammasini o'rganamanda, juda quyi ong o'lchamda bo'ladi. Judayam johillikka kirib ketgan, judayam yaratuvchini faqat tilda eslaydigan, amalida va yurakda va insonlarga bo'lgan munosabatida buni unutib qo'ygan holatda yaratuvchiga bo'lgan anaqa nazarlari borda va juda qoloqlashib ketgani hisobiga ham ular mana shunday siyosiy urushlar orqali hayotdan tark etishga majbur bo'lyapti va bu jarayon to'g'ri ketyapti. Bu yerda hech kimdan xafa bo'lish kerak emasda, ya'ni davlat boshqaruvidan yoki xudo qayerga qarayapti, yaratuvchi qayerga qarayapti, nega insonlar bu darajada qiynalyapti degan nazarlarda qarash kerak emas, to'g'ri ketyapti. Ya'ni butun borliq, siz o'ylaysiz, bitta inson ongi bilan boshqariladigan joy emas, butun borliq, butun planetalar, butun bir galaktikalar, butun bir sizga ma'lum bo'lgan, ma'lum bo'lmagan dunyolar bor va uni boshqaruvini ustida ma'lum bitta energetik juda katta keng yuqori ong turibdida. Shuning uchun bu inson ongi bilan nazorat qilinadigan narsa emas, jarayon to'g'ri kelyapti, ishonch bildirilishi kerak va ongli holatda o'sishni davom ettirishimiz kerak. Bu bitta rakursdan. Endi ikkinchi rakursdan, bular yana bu siyosiy urushda inson juda katta o'sishiga xizmat qilyapti. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda bitta mashhur insonni anaqasini ko'rib qoldim. Roligini biz ma'lum bitta davlatda bo'lganimizni, ya'ni shaxsni ham aytmayman, davlat nomini ham aytmayman. Ma'lum bitta davlatda bo'lganimiz, u yerda portlash bo'ldi va biz chorasiz qoldik. Nechidir kunmi, soatmi qolib ketdik o'sha joyda. O'sha paytda butunlay uzildim, hamma narsadan deb aytib beradi. Ya'ni qo'limda pul bo'lib turib hech nimani hal qila olmadim. O'shanda angladim, pul emas ekan, bizning hayotimizda nimadir hal qilib beradigan. Pul emas ekan. Ya'ni ba'zan biz shu onga kelib qolamiz-ku, pul deb orqasidan quvlaymizda, butunlay hamma narsani unutamizda. Ya'ni insonlarda birlik, insonlarga bo'lgan yaxshilik, saxiylik, mehr his-tuyg'ulari yoki men o'zim hech kimman, pulim bo'lmasa degan sarobiy o'y-xayollarga kirib qolamiz. Bularning hammasidan chiqib, hamma narsadan uzilib, butunlay taslim bo'lishimga, pul bu hayotda asosiy o'rin emasligini tushunib yetdim degan kichkina anaqa qo'ygan, rolik qo'ygan ekanda, reels qo'ygan ekan va yana ham amin bo'ldim. Ya'ni qanchalik o'rinli hozir ketayotgan siyosiy jarayonlar. Shuning uchun qo'rquvga kirish kerak emas, faqat tushunish kerak, minnatdor bo'lish kerak. Bu jarayonlar insoniyatni ongli hayotda yashashini tezlashtirib boryapti. Yana bitta voqeani aytib beraman sizga. Tak, yana bitta voqea bilan bo'lishaman. Taxminan 2022-yilda anaqada Turkiyada zilzila bo'lganda, real bo'lgan voqea, hozir esimdan chiqdi, buni ustozim bo'lishganmidi yoki kursdoshlarim bo'lishganmidi, real bo'lgan voqea. Kimdir menga bo'lishganda, zilzila bo'lganda, o'sha zilzila bo'lishidan bir kun oldin bir ayol ko'chaga chiqqanda, bir erkak dengiz bo'yida
uyi yo'q. O'sha yerda yashar ekanda har kuni dengiz bo'yida va dengiz bo'yida o'zini ma'lum bitta qulayligini yaratib olgan ekan. Ya'ni issiq suv olib chiqarkan anaqaga termosga adyal o'ranib va issiqdan tanasini himoya qilib o'sha yerda yashar ekan. Keyin ayol aytgan ekanda, erkak kishi bo'la turib uyi bor, joyi bor, hamma yog'ini tiklab qo'ygan, o'zini ma'lum bitta statusiga ega bo'lgan ayol uni ko'rib aytgan ekanda, erkak kishi bo'la turib ko'chada tilanchilik qilib yuribdi. Men bunaqa erkaklardan qattiq nafratlanaman. Qattiq yomon ko'raman bunaqa erkaklarni. Menimcha vaziyat shunaqa bo'lgan. Yonidagi dugonasi unga pul bergan, ya'ni tilanchilik qilayotgan insonga pul berib o'tganda, hech qachon berma bunaqa insonlarga pul. Qo'l oyog'i bor, ko'tarib ishlasin deb uni juda qattiq nafrat bilan kritika qilib o'tib ketgan ekan. Bir necha kundan keyin, taxminan bir haftalardan keyin zilzila bo'lgan va o'sha ayol bir kunni o'zida bor budidan ayrilgan va ayrilgandan keyin hali ma'lum bitta yechimga kelmagan o'sha dengiz bo'yida o'zini farzandlari bilan o'tirsa, o'sha erkak kelib o'zini adyalini berib, farzandlaring bilan sovuqda o'tirma, choy ichasanmi deb choy taklif qilgan ekanda. Keyin ayol butunlay yig'lagan. Butunlay yig'laganda o'shanda tushungan, tan olgan bu dunyoda hamma inson birligini, hech kim baland, hech kim pastmasligini, bir kunda yaratuvchi xohlasa har bitta insonni bir qilib qo'yishini tan olganda, ya'ni nima demoqchiman, bu siyosiy ketayotgan jarayonlarning hammasi insonlarning yuragini ochishga, hayotida nima muhim bo'lib ketgan bo'lsa, aslida muhim mohiyat u emasligini undan ajralib, hayotga teran ongli nazarda qarashingizga yordam beradi. Butunlay yuragingiz ochib, har bitta insonda yaratuvchini ko'rib, har bitta insonda yaratuvchi yuborgan, tajriba o'tayotgan bir butunlikni ko'ra olib, ularga taslim bo'lib, manmanlikdan, egodan tushib, butunlay birlik ongiga kelib olishingizga, ongingiz bu qadar yuqoriga ko'tarilib ketishingizga yordam beradigan jarayonlar. Hammasi to'g'ri bo'lyapti, o'rinli bo'lyapti. Shuning uchun nima qilishimiz kerak? Eng katta ish o'zimizdan, o'zimiz ichki holatimizni tuzatish. Men birinchi darsda ham aytdim, ichki bunt, ichki jang bu tashqarida aks etyapti. Inson o'zi bilan o'zi kelishsa, manmanlikdan, raqobatdan, meniki ustun, meniki to'g'ri degan narsalardan tushib, bizga, ya'ni birlik ongiga o'tib, bizga nima qilsak qulay bo'ladi? Bizga, hammamizga, butun insoniyatga, butun oilaga nima qilsak ko'proq foydali bo'ladi degan yurak ochilishidagi harakatlarga o'tish uchun bu jarayonlar kirib kelyapti. Shuning uchun agar siyosiy jarayonlarda o'zingiz yordamingizni qo'shmoqchi bo'lsangiz, birinchi o'rin o'zingizdan boshlang. Ya'ni turmush o'rtog'ingiz bilan raqobatni to'xtatib, ichki jangni, ichki nafratni, ichki g'azabingizni to'xtatib, butunlay inson sifatida, ruh sifatida yuragingizni ochib, sevgingizni ochib, bera oladiganingizni bering, ulashing. Chunki bu hayotga faqat tajriba olish uchun keldik. Kimdir baland, kimdir pastligi haqidagi raqobat bizga hech nima bermaydi. Chunki shundoq ham ma'lum, hech kim baland emas, hech kim past emas. U raqobatlarga vaqt ajratishga umrimiz yetmaydi. Turmush o'rtog'ingiz baland yoki pastligiga raqobatlashishga umringiz yetmaydi. Sizni ham, bizni ham vaqtimiz ham yo'q. Yer tezlik bilan cheskasini boshlaganda, tozaligini, filtrini boshlagan. Shundoq ham vaqtimiz yo'q narsalarga, faqat vaqtimiz bor ochilishga, ongimiz bilan ishlashga, tezlashishga, hayotimizni butunlay sevgiga aylantirib olishga. Vaqtimiz faqat shunga borda. Aytgan bo'lardim, vaqtingizni bunga sarflang deb. Vaqtimiz yo'q hozir. Deylik, balki bitta uyni ikkita uy qilishga shoshish, qo'shningizdan ustun bo'lib olishga shoshilish, kursdoshlaringizdan, sinfdoshlaringizdan ustun bo'lishga shoshilish, ularga umuman vaqtimiz yo'q. Vaqtimiz faqat ongimiz bilan ishlash, yanada yurakni ochish, yana sevgiga aylanish, yanada borliqqa nima bera olaman, yerga nima bera olaman, insoniyatga nima bera olaman, bularga fokusni qaratishgagina vaqtimiz bor. Shuning uchun diqqatingizni butunlay bunga qarating. Butunlay har yerda, qayerda bo'lsangiz-da, har yerda faqat o'zingizdan nima bera olaman, shu savolni bering va bering. Ya'ni sevgida men shu joyda turibman va rivojda nima bera olaman o'zimdan. Mana marafonni tashkil etishimdan maqsad shu bo'ldiki, eng katta janjal oilada bo'ladigan bo'lsa, eng birinchi nuqta o'sha yerdan boshlaylik, to'g'rilashni, o'sha yerdan boshlaylik janjallarga nuqta qo'yishni va sevgiga yurakni ochishni. Shuning uchun munosabatlar mavzusida o'zimga juda katta bilim bazamni berishga qaror qildim. Nafaqat munosabatda, balki o'zingiz bilan o'zingizni munosabatingizni to'g'rilashga yordam beradigan, juda katta sizni ochib beradigan bilim bazani o'tkazib berishga harakat qildim. Ya'ni meni borliqqa beradiganim shu bo'lsin-da. Men o'zimdan borlig'imdagi rivojni yaratishim uchun qadam shu bo'lsin. Endi siz ham xuddi shunday turgan joyingizda nima bera olaman o'zimdan? Bunyodkorlik uchun, yaratuvchanlik uchun, sevgiga xizmat qilish uchun nima bera olaman? Bu savolni berganingizda siz o'zingizni hissangiz qo'shgan bo'lasiz siyosiy ma'lum bitta ketayotgan jarayonlarda. Endi biz har doim tor nazarda o'ylaymiz, meni berganim nima ham bo'lardi, nimani ham o'zgartirardi, men nimadir to'g'rilasam shu urush to'xtab qolardi. Bu juda tor nazar, bu o'zingizni yaratuvchidan va borliqdan ajratish. Aslida biz bir butunmizda, sizni ichingizda nimadir o'zgarsa, bu butun borliq miqyosida o'zgaradi va biz buni juda ko'p darslar doirasida kuzatganmiz. Chunki o'zim ham ancha yildan beri inson muammolaridan tashqari uyg'onishga oid, inson ongini tark etishga oid uyg'onish bilimlari bilan ustunda ishlayman va biz mana shu juda katta guruhlarda bu ishlarni amalga oshirganimizni, ma'lum bitta narsani anglaganimizda siyosiy darajada juda katta o'zgarishlar bo'lib ketadi. Deylik, statistik ma'lumotlarga qaraganingizda, kecha ma'lum bitta urush, ma'lum bitta davlat og'ir ahvolda bo'lib turgan bo'lsa, ichimizda nimadir anglab, guruh tarzida ma'lum bitta borliqqa sevgimiz ochilib ketishi bilan mana shu siyosiy o'zgarishlar juda katta to'g'rilanish ketgan. Ya'ni nima demoqchiman, tan olsangiz, olmasangiz, qabul qilsangiz, qilmasangiz, ichingizdagi o'zgarish butun dunyo miqyosidagi ma'lum bitta o'zgarishni beradi.
bu ma'lumotni qabul qila olmassiz. Eng katta o'zgarish bu oilangizda bo'lgan, munosabatingizdagi bo'lgan o'zgarish ekanligini tan olgan holatda bu yoqqa bering. O'zingizni sevgingizni, rivojiningizni va shu orqali butun borliqni rivojiga hissa qo'shing. Demak, biz marafonni yakuniy darsini o'tdik. Agar his qilgan bo'lsangiz, butunlay kim o'zlariga poyga o'ynashdan foyda yo'qligini, turmush o'rtog'i zo'rmi, men yaxshi ayolmidan foyda yo'qligini, qo'shningizdan o'tib ketishdan foyda yo'qligini, bu narsalarga vaqti yo'qligini, faqat endi sevgiga ochilish, ongni yuqoriga ko'tarish orqali faqat yerga, insoniyatga, o'zingizga nimadir berish vaqti yetib kelganligini ichingizdan his qilgan bo'lsangiz, tez-tez ongli o'tishga qaror qabul qiling. Ya'ni bilimlar juda katta yordamchi bizga. Shuning uchun bemalol retritlarga qaror qabul qilishga ikkilanayotgan bo'lsangiz, qaror qabul qiling. Bizda kecha ko'p bir qismimizda yozishdi. Hozir ro'za paytida hech kim borolmaydi. Ro'za payti juda noqulay payt deyishdida. Men aytgan bo'lardim, endi vaqt yo'q-da, bu noqulay, bu qulay deb kutishga. Chunki shundoq ham kutib yashadik. Birinchi farzandim katta bo'lsin, ikkinchisi katta bo'lsin, avval to'y qilib olay deb bunaqaga umr o'tyapti, ketyapti. Vaziyatlar bizani kutmayapti. Davri bizani kutmayapti. Muammolar orqali, turtkilanishlar orqali keyin o'saymiz. Aytgan bo'lardim, ongli qadam tashlashga o'ting. Qaror qabul qiling, nima bo'pti-da, ro'za bo'lsa-da. Ongli tozalanasiz, ham ongli tozalanasiz, ham biologik tozalanasiz. Buni hech qanday yomon tomoni yo'q. Bu aksincha yana plyusda. Sizga mana shu ro'za Ramazon oyida ham ongli, ham biologik tozalagingiz bu sizga yana plyus bo'lsa bo'ladi, hech qanaqa zarar bermaydi. Nima demoqchiman, qaror qabul qilsangiz, anglab yetgan bo'lsangiz, tezlashish vaqti kelganligini, hayotingizni yaratuvchisi, javobgar o'zingiz ekanligingizni anglab yetgan bo'lsangiz, kutadigan hech nima yo'q, qutqaradigan hech kim yo'q sizda. Jonli retritlarga qaror qabul qiling, ularga yoziling, vaqt bemalol bor. Qaror qabul qilsangiz hamma yo'l ochilib ketadi, pul ham keladi, imkoniyat ham ochiladi. Muhimi qaror ichingizda. Xo'p, jonli kelolmayotganda bemalol onlayn yozilsangiz bo'ladi. Demak, biz marafonni yakuniy darsini mana shu joyda tugatdik. Hammaga o'zimni buyuk tashakkurligimni bildiraman, cheksiz minnatdorligimni bildiraman. Juda katta ish qildingiz o'zingiz bilan. Nafaqat siz o'ylaysiz, o'zim uchun, oilam uchun qildim deb, buni butun planeta miqyosida, borliq miqyosida amalga oshirdingiz. Juda katta rivoj berdingiz va har biringizni to'xtovsiz o'tishlaringizga, ichingizda qancha nafrat, g'azab, rashk, alam, past to'lqinli, azobli hislar bo'lishiga qaramasdan, ular ko'tarilishini bilishingizga qaramasdan, to'xtovsiz o'tganingizga, mehnatingizga tashakkurligimni bildiraman. Har biringizni yaxshi ko'raman. Sizda men borman, menda siz bor. Yuraklarimni ochib, har biringizni quchoqlayman. Bizga eng katta bera oladigan narsangiz bu o'zingizni natijangiz bilan bo'lishing. Yuragingiz ochgan bo'lsangiz, borliqdan o'zingizdan borliqqa faqat berish uchun kelganingizni tan olgan bo'lsangiz, natijangizni biz bilan bo'lishing. Har bitta anglashingizni bo'lishing. Biz uni ijtimoiy tarmoqlarga joylaymizda. Agar joylamasak, mana shu guruhdagi qismlar bir-birini o'qiydida, anglashini, ularga ham anglash bo'ladi. Ularni ham necha yillik savolini, yechilmagan savolni yechib olishga katta xizmat bo'ladi bu. Shuning uchun tortinmang, o'zingizdan har doim bering. Chunki hayotini javobgari, o'zini hayotida yaratuvchi ekanini tan olgan inson bu beruvchi inson. Berganingizdagina ola olasiz, berganingizdagina yuqoriga ko'tarila olasiz. Xo'p. Bizada mana shu joyda hammaga tashakkurlik bilan mavzuni yakunladik. Adashmasam bizada savol kelgan. Savolga bitta nazarimni qarataman. Tabiiy tug'ilgan bolalar bilan kesir va yo'l bilan tug'ilgan farzandlar qanday farqi bor? Ko'p farzandlar mavzusida bo'lgani uchun savol kelgan. Yakuniy savol menimcha boshqa yo'q ekan, javob berib o'taman. Juda katta farqi yo'q. Tabiiy bo'lgan bolalar tabiiy o'tish kerak bo'lgan jarayonni tanaga ruh joylashuv kerak bo'lgan ma'lum tabiiy jarayon bor deyiladi. Bulardan tabiiy o'tib, ona to'lqinda tabiiy degan. Sababdan tabiiy tug'ilmagan farzandlar bu shuni anglatadi. Ona hozirda ong darajasi tug'ruqni oshirishga, ona tayyorlamaslik uchun unga tavsiya etish orqali, kesish orqali tug'iladi. Va ko'pchilik aytishadi, tabiiy tug'ilgan kesir boshlashadi. Farzandga nima kerak bo'lsa shuni oldi. Juda ona sifatida men tabiiy tug'madim deb o'zingizni bir qo'yishga, ayblashga aslida sabab yo'q yerda. Farzandingizga nima kerak bo'lsa shuni oldida. Mana shu. Ya'ni jarayon to'g'riligiga ishonch bildirasiz, chunki farzand onani ko'tara olmasligini bildi, bu programmalarni va shu yo'l bilan o'ziga kerakli bo'lgan to'g'rilikni tortib oldi. Xo'p, mana shu savolga javob. Demak, boshqa savol bo'lmasa, yakunlaymiz. Marafonni qaytadan o'zlashtiring, darslarni eshiting, natijalarni davomiy bo'lishda davom eting. Retritga yozilishga qaror qabul qilgan bo'lsangiz, biz sizni 14-martdan boshlab o'zimizni yopiq guruhda har biringizni kutib qolamiz. Ko'rishguncha deyman.